Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugun 2026-yil 1-oyning 11 kuni yakshanba. Bugun biz bir muhim tema, ya'ni diaspora Uyg'urlarning ruhiy dunyosida kimlik kurishi va sinish, ya'ni integratsiya bo'lish musobaqasiga ko'rinmas azoblar ustida to'xtalamiz. Aramizda nurg'unlarimiz Xitoyning mustamlakachi zulmidan qutulib, G'arbning erkin davlatlariga kelganimizda barliq azoblar tükkanligidek his qilgan edik. Ammo reallik bizga shuni ko'rsatdiki, erkin davlatda qo'saqtoq jon bexatar bo'lsa-mu, ammo odamning ruhiy dunyosidagi yolg'izlik, yotlashish va yot odamda qarashlik azoblar osonlikcha tugmaydi ekan. Bu ko'pinchimiz his qilsakmi, lekin tilga ilishga petnolmayotgan yoki minnatdorlik tuyg'usining ostiga ko'milib qo'yayotgan bir ochiq haqiqat. Bugungi mehmonimiz Gollandiyadagi kishilik huquq faoliyatchisi Ahmadjon Qosim apandi bilan apandimniki yaqinda Gollandiyaning nüfuzli gazetlaridan bo'lgan Volkskrant, ya'ni xalq gazeti e'lon qilgan suhbat orqali dal mushu 4 tom orasidagi sukutni buzib tashladi. U o'zining ko'chmanlik hayotidagi minnatdorlik bilan birga kelgan kamsitilish, masxara qilinish va yolg'izlanish kechirmishlarini nihoyat dodliq bilan o'ttirib qo'ydi. Assalomu alaykum Ahmadjon. Bugungi Uyg'ur choyxonasi suhbatlariga qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Alaykum assalom, sizga rahmat, xush bulduk. Rahmat. Sizning hikoyangiz amaliyotda bizning hikoyamiz, suhbatimizdagi bugungi bu sonida sizniki minnatdorlik ham norozilik tuyg'ungizdan asos qilgan Gollandiyadagi dangliq nüfuzli gazeta bo'lgan xalq gazetida e'lon qilgan shu maqolalar haqida to'xtalamiz. Bu haqda ko'rganlar Facebookda ko'rgandan yo'q, maqolangiz e'lon qilgandan yo'q nurg'unlagan bir g'ulg'ula bo'ldi. Ko'plab odam yaxshi yoqtirib o'qidi bunga. Men endi o'zim o'qib ba'zi savollarni tayyorlab keldim. Shu savollar asosida hozirroq bir suhbat qilib boqaylik. Birinchi maqolangizningda, ya'ni birinchi avlod ko'chmanlarga minnatdorlik tuyg'usining bir xil psixikalik besimga aylanib qolishini tilga oldingiz. Sizcha biz ham bizni qabul qilgan davlatdan minnatdor bo'lib, hem şu davlatdagi adolatsizlikka norozilik bildirsak, jamiyat nima uchun bizni qadrini bilmas deb qarab qoladi? Xo'sh. Endi bu savol kelgan chog'da odamlarning norozilik bildirishi normalda men o'zim psixolog bo'lmasam bir normal ahvol deb ko'raman, chunki biz eng oxirida yana bir davlatga biz mehmon bo'lib keldik. O'zimizning davlatda ozod bo'lib, erkinlik bo'lsa, biz bu davlatlarga faqatla qachon shu sayohat qilib kelamiz, boshqalarni do'stlar bilan ko'rishga kelamiz, lekin biz panohlik tilab kelgandan keyin bu yerga kelgandan keyin bizni mehmon deb ko'rdi. Mehmon deb ko'rgandan keyin biz bu yerga kelib, endi Uyg'urlardan sirt boshqa millatlarni yilqinimga olsak, qo'lga olsak, ularmi yilqi Gollandiyaga kelib yilqi norozilikni bildirgan chog'da burungi 70-yillar, 80-yillardan tortib Gollandiya xalqlarimi norozilikni bildirgan. Chunki bular deydiki, sen mening davlatimga kelib, bizningki aytgering, bizningki yilqi pullarimizni elib, bizning bexatarligimizdan yilqi nim qilib, nimishqa yana norozilik bildirsa, bizning nacharlik, bizningki Xitoy agar bu yer sen yilqi yoqtirmagan bo'lsang, davlatdan ketsang bo'ldi deydigan narsa hozir jihyat anglandi. Masalan, sen yaxshi ko'rmasang bizning yerlarimizni, sen davlatdan ketsang bo'laverdi deydigan narsalar bor. Uni nim qilgan chog'da biz mencha shaxsiy qarashimda u Gollandiyada butun dunyoda g'arb dunyosida qonunliq, demokratik qonunliq davlat bo'lganligi uchun butun xalqningki kuchi, butun xalqningki huquqi, butun xalqningki huquqi ham butun xalqningki nimasi qonun ostida barobar bo'lishi kerak. Mayli ko'chman bo'ling, men nima qilsa, u degan sotsial jamiyatda hamda siz ko'chman bo'lib oq ko'rinishingiz bor, lekin qonun jihatlarda siz yana barobar, butun odamlar barobar bo'lishi kerak. Shu sababdan hamda qonun ostida, qonun asos qilib tursangizdek, har o'xshash muomala qilish kerak. Hamda buningki yilqi ko'chmanlar bor, ko'chmanlar yo'q degan narsalarning bir muncha yilqi sotsiologiya ya bo'lmasa yilqi psixolog jihatlardan pek jiq kirib qolamiz, lekin hamda muhimi Gollandiyaga kelib ham ko'chman bo'lsaqmi, ko'chman bo'lmasaqmi,
bu davlatninki mukammal bo'lishi uchun bizmi o'zimizning ko'z qarashimizni ham o'zimizningki duch kelayotgan problemlarimizni ochiq oshkora deyishimiz kerak. Uningda bizlar to'sal bo'lib qolsa bo'lmaydi. U narsani chuqur deyishimiz kerak. U deyish bizning o'zimizning haqqi, ham u degan chog'da bir davlatmi o'zi to'xtamay mukammallashmoqdi. Rahmat zodi bu xalq gazetiniki muxbirniki sizlar aytib bo'lgan suhbatniki temasi nihoyatda jalb qilarlik bir tema. Shunday qaragandikanlar yani bu maqolaning temasi ko'chman bo'lish suhbating bilan minnatdorlik his qilsan, ammo yana kamsitildim, masxar qilindim va tillandim deb bu uch so'zga yig'inchoqlangan narsa shu o'zimiz yashayotgan davlatlarda real hayotda bo'layotgan idamniki ro'yisi bir xil siqilish nimasida siz bu maqolada yaxshi bir ish beribsiz. Shuna bu maqola kuchli g'ulg'ulayotgan mening tunish gollandiyaliklarni o'qib mendan so'rdi, sana mana shu narsa bo'ladimi deb. Bo'ladi emas, tuproqni oilaga deb boshqa bir qavmlar yashagan bo'lgandan keyin tabiiy biz har qancha integratsiya bo'lib ketgan taqdirda yana ma'lum bo'shliqlarniki shakllanganligi bir inson tabiiy bu bo'lgan bir normal ahvolmi va yoki bu qandoq deb men bu nuqtada izlayapman deb qo'ydimda. Siz nurg'ula alamlikka deyishdan sal xijdob qoladigan demaysa ishni bir narsa tatlayotgan bu eng sezgir bir nuqtani gollanki dangliq yana bir geystda o'ttir quyoshlar ish qilib g'ulg'ula qo'zg'adingiz. Rahmat. Rahmat. Ikkinchi savol emas, siz hamisha yot odam deb qaralayman debsiz bu nimada. Biz Uyg'urlar uchun vatan ketib qolgan, yot el texi bizning uyimizga aylanolmayotgan bir sharoitda biz kimligimizni qayerga bog'lashimiz kerak? Bu cho'nqur savol ekan. Men uchun shaxsan men uchun muhim bo'lgan men Gollandiyaga kichik vaqtimda keldim. 15 yosh vaqtimda keldim, 15-16 yosh vaqtimda keldim. Gollandiyaga kelgandan yoqi men boshda Uyg'ur jamiyati bilan birinchi yilda aralashgan, andan keyin uzoq muddat aralashmay, andan keyin da'vo kirgandan keyin qayta aralashib boshladim. Men nimani his qildim degan chog'da eng oxirida hozirgacha meningki shu o'zimninki Uyg'ur millatimning yendi tursam, men o'zimni quyitib, o'zim yaxshi ko'rgan narsani deya olay ekanman, o'zim ochiq oshkora o'zimning deydigan narsani deya olay ekanman. Gollandiya xalqining ichiga men singib kirdim, yashayman, lekin men gollandiyaliklarning orasida tursammi, meni bular yana chet ellik deb ko'rdi. Bu ahvol Uyg'urlarning orasida azroq bor, chunki men Uyg'urlarning orasiga kirsam, ma bola chet elda yashab cho'ng'igan bizga o'xshamaydi degan gaplarm chiqadi. Ikki o'xshamagan dunyoning o'ttirisi qolgandekchi Uyg'urlarning ichiga kirsam sen chet ellikkansan deydi. Gollandiyaliklarning ichiga kirsam sen bek chet ellikkansan deydi. Bu ilk narsa endi Uyg'urlarningki, endi Uyg'ur yoshlarningki, bo'libmi shu diasporada tug'ilib cho'ng'igan yoshlarningki ko'rayotgan problem. Men o'zim yoshlar bilan chiqaralashgan chog'da bu problemni his qildim. Men zodi chet ellikmi, Uyg'urmi? Bir xil chet ellik kirsangiz sizni chet yilqi sen sirtdan kelgan ekansiz, ko'chman ekansiz deb bir xil chet qaqadigan ahvollar bor. Yerliklarga. Andan keyin nimaning ichiga kirsam, Uyg'urlarning ichiga kirgan chog'da, ammo bolalarningki Uyg'urcha qachon unda bek yaxshi emas, chet el cho'ng bo'lgandan keyin bular yoqi chet el qalla bilan yashaymanda deb yoqi avtomatik qoldi o'ylaydi ekan Uyg'urlar cho'nglarchi. Shu chog'da yoqi Uyg'urlar bir xil endi mening yeshimdikilar bilan mening yeshimdikilar endi sal ikki dunyoning orasida qolib qoldi ekanmiz endi. Meningki shu o'tgan shu o'tib ketgan 3-4 yilning ichida his qilganim, men yana Uyg'urlarning orasida yursam, o'zimninki yoqi ko'ngildagi dialekt ekanman, uchiq oshkora panglasha olar ekanman. Ham Uyg'urlarning orasida bo'lsam, men o'zimninki kimligini, o'zimninki ismini, kimligini, nimamni ularga tushuntirish lozim sizku. Chet elliklarga chiqib borsangiz, siz bo'lsiz Gollandiyalik dedim. Gollandiyaliklar bilan paranglashaversangiz, siz kelib sen nereden kelding deb so'raydi. Agar siz yashagan yeringizni desangiz, men Utrechtdan keldim deb olgan bo'lsangiz, yo'q sizningki ota-onang nereden kelding deydi. Yo'q ichini so'rab, yo'q sizningki a'loga o'xshamaganligingizni ko'rib,
sizningki ağ görüşünüzni to'xtatmay oshkorlab ichi kirib so'rash bir odati bor bo'ladi deyadiklarninki. Shu yerdan bir xil ha deb his qilib qoldimda, shu har zamon men o'zimninki kimniki ekanligini men tushuntirishim kerak ekanchu. Bu Uyg'urlar uchun bu bir tas ahvolda bizningki mau Uyg'urlarninki mau nima deymiz 2017dan boshlab bo'layotgan irqiy qirg'inchilikninki vaqtidan burun Gollandiya boshlangandan burun kelgan siz Uyg'ur desangiz jiqlar tushunmaydi. Kim u Uyg'ur? 2017dan keyin endi Uyg'ur desangiz ha sizlar yilqi mana millat deblam azroq bo'lsin tushungan bo'lib qoldi. Demak, eng oxirida yana yilqi Uyg'urlarning arsida tursangiz, Uyg'urlarning arsida siz o'zingizningki kimligini tushuntirmasangiz bo'ldi. Siz chunki siz Uyg'ur. Shunga shu ashning o'zilam yoki o'zingizningki Uyg'urlarning shu bir Uyg'ur jamoatning yanında turib, men nima ekanman, o'zimni millat ekanman, men bexatar his qildi ekanman, bexatarlik tuyg'u berdi ekan. Anki shularning orasida o'zingiz oshkora narsa deyalaydi ekansiz. Uningdan sirt endi boshqa yoqi fikr o'xshamagan guruhdagilar anki ma'ning ishindag'anlar, aning ishindag'anlar bo'lishi u bir jamiyatning normal. Lekin yoqi bundaq bas sistemni asosga qaytib kelgan chog'da o'zingizniki kimligini tushuntirmaslikning o'zilam bir yoqi deymiz bexatarlikni yoki shundoq ifodalaydi ekan endi bu Uyg'urlarning orasida. Meni ko'z qarshimda Uyg'urlar eng oxirida yoqi biz o'zimizningki kimligini Uyg'urlarga bog'lamay amal yo'q, chunki biz Uyg'urlar bilan yashaymiz, Uyg'ur bo'lib tug'ilibmiz bu dunyoda. Endi uningda mencha unda cho'ng tanlash yo'q. Chet elda yashayversakmi yana o'xshamagan yana odamlar guruh bilan guruh yashagandan keyin eng oxirida yana Uyg'urlarning qaytib ketdi deb o'ylayman. Rahmat. Yani o'sha gapingiz yana sizniki milliy kimligingiz sizni tabiiy yana Uyg'ur jamiyatiga, diaspora Uyg'urlarni bir gavlab yashashdan iborat bu narsaga intiltiryapti shunaqa sizni. Yana nurg'un Uyg'urlar bor. Mesela Uyg'urlar aralashmaydigan, Uyg'urlar faoliyat qilib qolsa bormaydigan namoyishlar qo'yib turlar, undan boshqa ijtimoiy faoliyatlar bor. Boshqa faoliyatlar qilib qolsa bormay qechib yuradigan Uyg'urlar bor ekan. Yani bu narsalarni tushuntirib, biz men psixologiya jamiyatshnos emas, ham sizmi shu. Lekin mush nuqta diasporada yashayotgan mayli Gollandiyada bo'lsin, mayli Yevropaning boshqa davlatlarida bo'lsin, yoki Amerika, Avstraliya va yoki Turkiyada qolib qolsin, har bir Uyg'urniki ruh dunyosida bo'ladigan bir nima tabiiy yakilish desak bo'lamdiganda bu narsalarni men uqmayman, buniki jamiyatshnosda naqs bir nimasi bo'lishi mumkin, atalg'ular bor-da. Yani ashuna narsa tabiiy bo'ldi. Biz masalan o'shanda Gollarni ham yaxshi o'tayman. Kirsak zar ashuna siz degandek ma'lum bir to'saq bordek nima qilib qolib qolamiz. Turklar bilan kirsak, turklar bilan ma'lum bir yerga kelganda ash to'saqning tabiiy borlig'ini o'zimiz bir yasiraydigan bu nima ichida emasligimiz his qilamiz-da hamda. Nimalardir butunlay ayrim bo'lib Uyg'urlikdan qechib yashaydigan Uyg'urlar qanday yashaydigan degan bu suhbat ashyaviy qiziqtiryapti-da hamda. Balki shu Uyg'urlar hamda deymiz hamda Uyg'urlardan ayrılıp yaşaydigan Uyg'urlarmi bor, uni yo'q degan olmaydi. Albatta ular bor. Ularninki yoqda o'z yashayotgan davlat bizningki hammadan bizningki hammadan boshqa davlat millatlarga qaragan hamda ichinishli ahvol bizningki o'zimizning vatani yo'q. Vatanimiz bor, lekin ishg'ol ostida. Biz vatanimiz qaytarmaymiz. Shunlashqa bizni jamlashtiradigan Uyg'urlarga asos bo'lgan Uyg'urlar uchun atalgan bir yaqinda bexatar bir makon yo'q bo'lganligi uchun biz joyimiz qaytib o'zimizga o'xshash millatda, lekin fikrimizmi o'xshash odamlar bilan nima qilish fursatimiz ozlayib ketdi-ku, bizningki chet elga chiqqandan yoqi. Biz diasporada yashaymiz, Gollandiyada yashaymiz, Germaniyada yashaymiz. Andan keyin nima men mayada tudim, anken boshqa davlatlarga bordim, sayohat qildim, u yerda o'xshamagan Uyg'urlarga uchrashdim. Lekin eng oxirgi kelgan chog'da yana o'zimizning vatanida turib, bexatar holatda sizningki vataningiz bexatar bo'lib, ham shundoq yaxshi bir davlat bo'lgandan keyin siz u davlatga qaytib, o'sha davlatning o'zida shundoq bexatar holatda yashay olsangiz,
Menimcha bu narsalarmi normallashib ketadi deb o'ylayman. Lekin bizningki hozirgi hammadan problem shu bizningki vatanimiz yo'q. Vatanimizga qaytolmaymiz. Shunlashqa biz chet elda bo'lib ketdik. Shu chet elda ba'zan Uyg'urlarninki ham shaxsiy qarashimda o'ziga o'xshash fikrdagi Uyg'urlar topolmagan uchun qachon mayatki men yashayotgan davlatdagi Uyg'urlar bilan men chiqisholmaydi ekanman. Shunga men u yerdagilar bilan nim qilmay deydigan ang bo'lish kerak. Hamda men ular uchun so'zlab bermay, hamda mening shaxsiy ko'z qarashimda mushtaq deb o'ylayman. Lekin eng oxirida shular bo'lsa-mu, shularmi eng bizning vatanimiz bo'lsa, vatanimiz ozodga chiqqan chog'da Uyg'ur uchun bir makon bo'lsa, shu makonda eng oxirida yana o'zimizning millat bilan tang yashashni yaxshi ko'ramiz, ham millat bilan tang aloqa qilishni, ham birga nim qilishni to'g'ri deb o'ylayman. Lekin har bir kishiningki o'zining qarashi o'xshamaydi. Har bir millatda o'zining millati bilan aralashmaydigan xalqmi chiqib turdi. Lekin shu odamlarning bir qismi abay degandek makonsizlikdan ashta bo'lib qoldim deb tushunaman. Rahmat. Endi bu qadimgi xalq kengestida sizlar qilgan suhbatda yana sizniki 5 xil til bildiğingizni, golland tilini ona tilingizni pishiq bildiğiniz haqida bu muxbir alohida ta'kidlagan. Siz shundaqla gollandning qonuniy va siyosiy sistemasining ichida yashayapsiz. Shundaqmi sizni sirtdan kelgan deb bali qo'yilgan va bu maxfiy to'saq til yoki madaniyat bilimlari bilan yo'qolmaydi ekanda bu nimalar ekan. Sizce bu singishning yani integrationning haqiqiy o'lchami nima? Biz yana nima qilishimiz kerak yoki jamiyat nima qilish kerak? O'lcham degan narsani hamda uni shu yoqqa jamiyat bekitadi. Qonun bekitadi. Bir misolni deb tursam, o'zimning misolni desam, men Gollandiyaga kelgandan yoqi menga sen Gollandiyaga kelding, sen mehmon bo'lib kelding, panohlik tilib tegding, panoh tilib kelding, sen bu yerda erkinlik bor, hamma narsa erishalaysan, sen tirishsanglar hamma narsa erishalaysan degan. Men shu kolla bilan o'tib ketgan 15 yil shundoq yashadim. Gollandiyaga keldim, tilni o'rgandim, ishladim, o'qidim, to'liq o'tir, aykin universitet hammasini qildim. Ham hozir Gollandiyaningki hukumatida ishlayapman. Lekin mening his qilganim irqchilik va millatchilik o'tib ketgan 15 yildan yoqib bara yuqorilashga menishyapti. Bu yerda men o'zim his qilganim nima desangiz, men o'ylagandim, menga sizlar degantinglar, sen yoqda Gollandiyaga kelib, mushtaq qilsang, sen yaxshi turmushga erishsan, bunda narsa yaxshi bo'lganda nima qilsa deydi, degantinglar deb o'ylab qoldim-da. Shu chog'da to'g'ri chiqib izlandim hamda o'zim izlanib nima qilib, shu o'xshamagan, shu Gollandiyadagi ko'chman millatlarningki ham universitet o'qib, ham yuqori saviyada yuqori ishlagan ko'chmanlarningki hikoyalarini anglasam, jihlari yoki integration paradox degan narsani so'zlaydi. Integration paradox degan nima deb chiqib izlasam, uningki shu tarjimasi siz bir davlatda yuqori o'rlab o'rgangan siri, yuqori o'rlagan siri siz irqchilikqa, millatchilikka, sirtqi qilishga bakrak uchraydi ekansiz. Gollandiyada ashtaq ekan. Nimishqa desangiz, Gollandiyada siz yuqorilab ishlayversangiz, sizga o'xshash chetdan kelganlar aziyib qoladi ekanlar. Shunga shu siz ishlayotgan organlarning ichida bakrak yerliklar jiqroq bo'ldi ekan. Hem yerliklar jiqroq bo'lgandan sirt bu yerliklarningkimi ash darajadagi, ash yuqori darajadagi bir-birisining tilini tushunadigan yerliklar jiqroq bo'ldi ekan. Men ichimda ba'zan vaqtida men gollandchini men uyg'urchani yaxshi bilmayman deb o'ylayman. Lekin gollandiyaliklarning ichiga kirib paranglashib qilgan chog'da men sinab baqib, ichiga singib baqib, lekin meni yanlam chet eldan kelgan deb bir xil ba'zan narsalarni menga demaydi, ham tushundirmaydi. Baribir meni chet eldan keldi, tushunmaydi deb deyman. Lekin o'ziga o'xshash darajadagi odamlar yangi kelsimi, ularga ochiq oshkora so'zlaydigan ashtaq nimasi bor ekan. Shu men u yerdan nim qildim desangiz, mush gollandiyaliklarning asli men kirib baqdim, singib baqdim, ishimdan, mening ishimda asosiyatdan chet ellik yo'q. Men bilan tanishlaydigandim. Bir ikkisi bormi-ki, qolgan hech qaysi yo'q. Hammasi yerliklar endi.
Gerek bo'lgan ekan, ular bilan yo'q ba'zan vaqtida paranglashib qolmay, lekin yana jiqyalar kelgan chog'da bir arliq borchu. Yo'q bir xil tushunolmaydigan bir arliq bor ekan. Bu arliqni yilqi mayli azroq bo'lsinmi, bo'lsinmi hamda bo'lsin. Lekin men bilan paranglashgan vaqtdagi ifodasi, men bilan paranglashayotgan bo'lgan chiroyini yo'q boshqalar bilan paranglashgan silishtirib boqdimchu. Lekin xilchi-xiylar o'xshamaydi ekan. Yana o'zimninki yo'qi sirtdan kelgan bir kishilik bo'lganligimni yana shunda his qilib qoldim. Hammasi unday emas. Lekin yo'qi shu bir guruh bo'lgan homogenic guruh deydi, uni homogeneous group deydi. Yo'qi o'ziga o'xshash adamlar bilan jiqroq aralashgan guruhchi, o'ziga o'xshash adamlar jiqroq bo'lgan guruh bo'lgan ekan. Men yo'q sirtdan kelgandan keyin nim qilib qoldi ekan. Hattoki men bir vaqtida ishimninki yo'qi mushu tuyuqsizlam yo'qi o't ketadigan yo'qi alarm sayrab ketdi-ku, yo'q mana mashq qilish uchun nim ketgandi. Ash mashq qilgandan keyin men hammamiz sirtqa chiqatdik. Shu 1000 dak odam ishlaymiz u yerda. Hammamiz chiqatdik. 1000 dak odamlar u kunning o'zida 300 mi, ashtaq 400 dak jami 1000 odam, lekin shu kunning o'zida 300 dak odam bor. 300 odam bo'lgandan keyin shu hamma odam yo'qi mashq qilib qaytib kirgan chog'da bütün adam kirib ketdi. Menilam to'sib oldi ha. Menilam to'sib. Mendan kartamni so'radi. Men telefon urayotgandim. Telefon urib, shu meniki kolleg qarimdan yo'q, xizmatdashimdan telefon kelgandi. Telefonni menga deb qilsam, menilam mana yoqamdan tutiblam, yo'q, nim qilib oldi. Men ishlayman u yerda. Yo'q, tutiblam, yo'q, hukumat nimani ko'rsatdi, bormi, manda deganda, bor, mana ko'rsatsam, nim qiladi. Endi bir qatim bo'lgan ekan, bexatarlik deb nim qilamiz-ku, uni yo'qi to'g'ri tushunamiz ham. Lekin bundaq ahvol menimki men ishimda bechiq yuz berib ketdi-da. Yo'qi undaq bir qatimlam emas, qilchi qatim yuz berdi. Hattoki men Uyg'urlar bilan ish qilib, Uyg'urlar bilan yo'qi Uyg'urlarning ishini masalan Gollandiyaning tashqi ishlar ministri bilan paranglashib qilgan chog'da men shu Gollandiyaning tashqi ishlar ministriga sizmi Den Haag'ningki tashqi ishlar ministrining yanında IND bor. Yo'qi ko'chmanlar idarasi. Men shu tashqi ishlarga kirgan chog'da eshikning oldida men to'sib olganda yo'qi ko'chmanlar idarasi ma tarafda deb menga yo'lni ko'rsatgan. Men tashqi ishlar ministriga kirmoqchi bo'lganman. Mening chiroyimni ko'rib, sen chet elga sen yo'q ko'chmanlarning ishiniga kelding. Sen bu yerda ishing yo'q tashqi ishlarda deb ashta chiroyimlam qarab, men shu yo'lda aytganda men dedim, yo'q, meniki mayada asprakim bor. Meniki ko'rishman bor, men o'z tashqi ishlar ministrida deb desam, deb aldimay ko'rsatib, andan keyin necha qatim ishimdimi, yo'q, mening ishimda yo'q bexatarlik narsalar jiqroqchi. Shunga bexatarlikni oldigan yo'q modlar jiqroq. Shunga ba'zi vaqtida yo'q ishlar bilan paranglashayotgan chog'da bir yerdan yo'q boshqa kolleg qarimdan, boshqa xizmatdashimdan, nada meniki boradigan yerim qaysi yerda deb so'ramoqchi bo'lgandim. So'ragan chog'da meniki ashad ishlaydiganimga ishonmay, qo'limda narsa, hujjat hamma narsa bo'lsin ishonmay, sen nalik, sen nerdan kelding? Anda sen kartangni chiqar deb kartamni chiqarsammi, kompyuterimning ichida qayta qilib, andan keyin menga degankin men hayron qoldimda, men ishlayman, men narsam bor bo'lsa bekordan qilolmayman. Lekin ishda bo'lgandan keyin yo'qi men bu yerda yana yo'qi nim bo'lib ketsammi, masalan, mening xizmatdashim, yerlik bir xizmatdashim o'xshash qilib qolsa, ularning oldini to'samda men bilmayman-ku. Lekin ichim azroq san mandashlarni jiq ko'rib ketgandan keyin. Shu ashta kelgan chog'da hamda o'yinlanib qoldi ekansiz. Lekin shunda bo'lsa-mu, yo'qi bu yerdan yo'qi voy sen haq meni irqchilik qildi ekansan, shu men senga askilik qilmay, yo men senga bushta qilmay, anda qilmay deydigan ish yo'q. Eng oxirida yana yo'qi arliqda yo'qi mushtaq o'xshamagan guruhlarning orasida arliq bo'lsa, uni suhbat bilan, paranglashish bilan bir taraf qilasiz. Shu menmi to'xtamay ishimda mush problemni to'xtamay ochiq oshkora deb kelyapman. Menmi yo'qi manda yerda millatchilik, rassist bir narsa desa, men sen ma degan narsang rassist ekan deb 20-30 odam oldimda bo'lsa-mu, shu shirkat, shu hukumat organining prezidentlari bo'lsa-mu, men daverman o gapni. Chunki mening o'ylaganim bu yo'qi
siz qo'rqab yo bo'lmasa ishingiz nim bo'lib yoki bundaq xijil bo'lib yo bo'lmasa vayli bo'ldilar deb o'tkazib bu narsa normallashishga mangdidan lekin siz duch kelayotgan problem gap yoqqa sizni chet ellik deb boshqacha ko'radigan sizni chet ellik deb boshqacha muomala qiladigan narsa uni normal bilmasligimiz kerak bu dunyoda mayli dunyoning nerda bo'lsak undaq narsa normal ko'rmasligimiz kerak har kishi barobar bo'lishi kerak o'xshash muomala qilishingiz kerak ham sizni chet ellik deb sizni chetqa qiqib undaq o'zi bu nimga mos kelmaydigan o'zimning prinsipim mos kelmaydigan ham Gollandiyaningki qonunlariga mos kelmaydigan bir xil ahvol. Shunga uni to'xtamay, ochiq oshkora normal holatda deyishimiz. Hargiz qanday tillab yo bo'lmasa undaq qilish emas. Normal holatda suhbat ostida sen nim qilish yoki chiqiblam sen mana deding men uni nim millatchilik narsa deb qolsa, rasizmni deb qolsa deb demayman-da. Lekin deymanki sen mana deding sen uni nima maqsad bilan deding nimishqa uni deding degan chog'da odamlar anki o'ylaydi-ku ha men nim deyishimni diqqat qilishim kerak ekan deb nimishqa boshlaydi men ashna deganning yoqi mening xizmatdoshlarimmi xillam o'ziniki nima qandoq deydigan narsani nim deydiganligini ishga o'ylanib analikin deydigan bo'ldi rahmat bu ish meningmi beshim kelgan men shu Gollandiya kelib telegini start izlem var NTT'ye aşağıdan ötep olap kesip dallaydigan vaqtda nimkasini o'qisam bo'lar deb tursam men yaxshi yuradigan Gollandiyalik vaqtda sen o'zing vatan o'qituvchilarsan ximiya o'qituvchilar tajriba boshqaratdingda ashfat tushgan resimlarim bordi ishada texnik ondervis assistent deb o'tir maktabda o'quvchilar o'tirsida biz maktabda laborant o'qituvchilar bor emasmi shu kasbga jiddiy adam lozim bo'lib adam og'iltirib ekanda gazetdan birisi avatib berdi o'sha yerga iltimos qilib baq deb 3 maktab iltimos qilsam shu maktabga chaqirdi hammasidan intervyu qildim ay barinsi lyusiya menga turadigan susqa yaqinda hamda u ham 3 kilometr keladi shu maktabda intervyu qilib hatto meni shu resimlarimni ko'rib o'qitishni bo'lgan ba'zi tajribani ishlatib beqib ko'rib ondan keyin 2 qatim intervyu qilib qo'yib, endi 3-qatimda telefon qilib sen ish tursang bo'ladi, olamiz seni deb BBL o'playdigan deb 4 kun o'qiydiganga, 1 kun ishda 4 kun ishlaydiganga, 1 kun o'qiydiganga endi. Boshdan og'antdi meni. Ilib ular 5-oyda oldin maktabga, 7-oygacha 2 oy jarayonda butun maktabning shu yangi saptikan tajribaxonni, ximiya tajribaxonasini hammasini rattab chiqqandim-chu, shu dorilarni rattab chiqib boshlanadi. Baganda bir o'qishimiz rattab chiqqandim. 9-oyda rasm maktab boshladi, ta'tildagi maktabga kirdim. Osh orliqda men 2 qatim to'sib olganda ketib olsam, "Voy sen nagmanding" deb, "Voy men shunday men staj qilmay, o'sha ishlayman, 4 kun ishlayman" desam, ishlanmay kinishkam chiqarib bersam, "Voy tuptiriz bet telefon qilib baqira" deb, endi nimalar uchirgan qattiq hijab ketdi, hamma odam ketib olsa, orada minib qolgan vaqtdan boshlab bo'lganda, uning keyindan o'sha maktab ishlash jarayonida akam ba'zi tamoq vaqtimiz va qahva pauz vaqtimiz va kirsak, oshni xuddi bir to'p qo'yning orasiga bir tal o'sh kirib qolgandek, men bir chetlikda hisobda qolgan hammamiz Gollandiya bo'lgan ekan, o'sha kirib o'sha 15-20 pauz mezgilda o'zim bir xil bearamsiz his qildim-chu. Bularda erkin ozoda o'tirib, ishilgan ichib, uni qilib qilamishamgan ekan, g'ach-g'ach paranglashib. Bir chetda o'tirdim shu gezib kirib to'shqizib chiqib mezgil oralıqda bular mendan problem qildim, qanday bo'ldi, turibli tuyuqsizlarken kontraktni amaldan qoldirib ketdi-chu bular. Oxirgi keyin chaqirdi boshlig'i, chaqirib yangi aka bular hukumatlar ximitiy bilan aloqalashdi. Ana ximitiy chaqirdi meni, shu o'qitishlarga masalda. Ana chaqirib buni men degan gaplar sen o'zing davlatda necha yil o'qituvchi bo'lgan debdi. Men 6 yil o'qituvchi bo'lgandim. Sen bu yerga endi 5 yil bo'libdi. Sen 5 yilda ichida o'qituvchi bo'lib bir şey kirgan bo'lgan bo'lsam sen deb navbatalik gipi zahardek qildi. Biz Qashqarlikni gapini siz kelib ashunday bir gapni qilib, sen bek yaxshi tirishibsa, lekin sening ba'zi shartlaring maktabga bo'lmaydi ekan, shunga sen to'qitishni qaror qilib maktab bilan deyishib, maktabda bizga nima berdi degandan keyin men o'z vaqtida 6 oydan oyoq nima demaysan dedim-da. Men degani maktabdan tajribani ratlab berdim. Mushtamishda ishni qildim, kontraktim bor qo'lim to'xtamni tursa meniki. Endi bu 11-oyning oxirida endi men to'xtab qolsam, nerdan endi o'qish boshlayganga, kelarji boshlaydi, men qanday kiralik o'qitmasiga men az qilib maktabni o'qitdim deb, ana keyin baziroq yo'lni menib qilsam, ba'zanlarda az qilsam, ishni ishiltidi, lekin tutsan dedi, sot tutib chiqsa, lekin 1 yildan keyin bir bano bilan seni qoldirib qo'ydi. Shunga
qilmaysan chiroyli bosh shekillarda maktabga kirib deb boq dedi. Shunga bir maktabga o'qituvchim dedim-da, mushta qildi meni to'xtamlar hammasi bor mana siz shunga qabul qiltinglar desam, o'qituvchim turib ketib, sen eng yaxshisi biz butun kunlik o'qishga almashtirib o'tamiz o'qishingni. Dedi, anakan hukumatda o'zimiz dishli maktab bilan deblar, shuni qachon almashtirib berdi. Shundan keyin boshqa kasb o'qib, laboratoriya tekshirish nimsida, uningdagi xizmat izlab qolsam, yerliklar bosh shirkat nimsini emas, ko'pincha o'sha xalqaro nimalarni ishlagan bo'ldimda. Unda yerda o'qishmagan irqdan o'qishmagan, davlatdan o'qishmagan, millatdan kelgan o'g'il u yerda haliqida chatga qilish, kamchilik ozroq bo'ldi ekanda. Bu mening bir tajriba qolgan digim kelib qoldi. Ham mishal buni dishib ketyapmiz. Hem müşerike sizce bu sınışın haqiqiy o'lchami nimada? Hem siz bu yerda manqargan yuqori o'qidingiz, hatta qonun sistemida mukammal o'qib siz bu yerdan davlatning bir qonunlarini hammamiz yaxshi tushunsiz. Zodi bir sınışın integration'niki haqiqiy o'lchami nimada sizce? Siz ashta his qilgan vaqtingizda bir ikki jumla xuloslagan vaqtida qanday xulosalaysiz? Yo'q, sınışninki o'lchami ni men aniq deb bermayman. Chunki u har bir davlatga o'xshamaydi. Lekin muhimi az degancha tilni o'rganish. U bir minimum darajada deb o'ylayman. Lekin mening degan narsam uni bir mandaq singishninki o'lchami mandaq deb deyamaysiz. Chunki har bir kishi o'xshamaydi-ku. Har bir odam o'xshamaydi, har bir guruh o'xshamaydi, har bir nima o'xshamaydi. Lekin ular hamma millatga asosan, hamma millat uchun davlatingiz kelgan hammamizga ayrim mandaq o'lcham chiqarib olmaydi. Hamma kishiga o'xshash nima qilishingiz kerak. Shu u yerda qonunda asos jihatdan bunda minimum o'lcham berildi. Lekin mening Gollandiyaga his qilganim endi gollandiyaliklarningki 20 dan 30% qismidagi xalqga siz qanchalik o'rgansangizmi, qanchalik o'rganib ketsangizmi, yana chet ellik ekansiz. Yoki nimaga o'lchimga kirmaydigansiz. Yoki mushlarningki bir qismi bo'lolmaydi ekan. Chunki eng oxirida sizni yana chet ellik deb ko'rdi ekan. Men bu yerga Geert Wilders'ni bilsiz, Aqbashni PFF'ninki bosh oldingi saylamda bir kutib chiqqan shu nimada. Ash adam degan narsada men hammasi qildim asosiyatdan. Gollandiyaga keldik. Gollandiyaga kelgandan yoq tilni o'rgansa dedi, men tilni o'rgandim. Ishlaysa ishladim. U hukumatdan so'shalanmaysa dedi, men undan narsa olib boqmadim. Degan hamma narsa qilib boqdim, lekin meni yanlam chetalik deb ko'radi. Demak, ba'zan 20-30% xalqga mangu ularnikida yetib olmaysiz. Chunki ularningki bir o'lcham emas-ku. Siz bir tilni o'rganib bo'lsangiz, sen ishlamading deydi ekan. Ishlab bo'lsangiz, sen manday ishlamading deydi ekan. Lekin ash degan yerda ishlab bo'lsangiz, bizningki ishimizni avvalding deydi ekan. Shunga yaxshi bo'lib bo'lmaydi ekansiz-ku. Shunga eng oxirida o'zingizga moslashadigan bir holda davlatning tilini o'rganib, davlatning qonunlariga bo'ysunib, davlatlarningki demokratik huquqlarni qo'lingizga chingishiltib, saylan bo'lgancha bilet tashlab, o'zingizningki hamidan nimasiga foyda qilgan, o'zingizningki ko'ngliga moslashadigan partiyaga bilet tashlab, andan keyin o'zingizningki yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga ishlab, yaxshi ko'rgan ishingizni qilib, tilni yaxshi o'rganib qilsangiz, mencha shu bo'ldi. Integration'ninki o'lchami manda bo'lishi kerak desa, mencha uninki muqarrar mandaq 100% o'lchimiz bo'lmaydi. Gollandiyada qonunda hamda minimum eng az degancha manda narsa qilishing kerak. Pasport ag'ili yo bo'lmasa ma'nasi o'tkili, status elishdan burun u har bir davlatga muqarrar bo'lishi kerak unday narsa. Lekin o'lcham degan narsa bu shu bir davlatning ichiga berib singib kirish degan narsa, u narsa qonundan tasdiq narsa-ku, bir yig'iz so'z bilan nim qilib kelmaydi. Endi Gollandiyaniki nimasi integration nimasi varda norma deb narsa bor, o'lcham va mezonma nimasi bor. Bu hammadan standart-ku bu narsalar biz masalan burunqa Inburxrim to'qanda o'qidik. Hatto men keyin shirkatlarga ishlagan vaqtlarimda shirkatning Bedreus kültür tepkimeleri var, şundan terbiyelendim degandekde, mesela qilish jarayonida. Ham işte oturup o'ylab, aşında
hamma jihatda o'xshash shart-sharoitni yetildirsakmi, ya'ni bir yerimizdan chet elliklar chiqib qolishimiz hamda Hı hı. başladık o'zimizni yasirab qolgandek his qildik. Endi yasirmaysakmi, bular yasirtgan ba'zi siz degandek, men beshimni kechirgan ayda omillar oxir menda bir ikki savol kallamga kelib qoldi. Birinchisi, biz ming xilqi bu integration nimasi kirib, butun sistemaga kirsakmi, bizning tafakkurimizdan kelib chiqqan harakatimizdan bularni ashta bir his qildiradigan bearamsizlik bormidi va yoki bu chiroyimizning o'xshamasligi. Yana birisi bizniki diniy kimligimiz. Mush narsani bir cho'ng bir to'salg'i bo'lamdigandi deb buni o'ylab qolamizda. Masalan, bir xalqaro bir shirkat ishlagan vaqtimizda, bu tuproq tadqiqotini ishlagan vaqtda biz buning databasini qilgan turklar bo'lyapti-chu. Turkiyada bularning nimasi. Bular yil bir qatim kiritib, o'pish tomoq yegil boryapti. Bu tomoq yegil borgan vaqtda mening eng ashad ishimiz qiladigan yeri tomoq yemasak bu deb turgan tomoq berib qolmasa, orliq qilib qolsak bo'lmaydi bunday. Borganda keyin men deyman musulmon tomoq bu yerda sizlarga yemaydi ekanman desam, bizning bir boshli xavati u desam, nima yeysan shuni elib mishaga kel, shuni ye, san xotirjam bo'l, qattiq iching siqilmasin deydi. Maqolda buni ekkilitdim. Bir kun qasam Turkiyadan kelgan turklar bir o'tda oddiqda, buni turish paranglashib ketdi qandan keyin. O'tasa qolgan yerliverdi, ankadim, abi sen yeyotgan to'ng'iz go'shmavi, yeb ketdim desam, nim bo'la to'ng'iz go'sh yesam dedi-chu bu. Degandiki men hayron qolib qolsam, bizning boshliq so'radi, "Ishkan nim baranglashyotsang?" debdi. Manda degan bizni boshliq so'radi. "Men musulmonkan" dedi-da. "Musulmonkansan, ma to'ng'izgishni yeyaverkan, sen yemay qanday musulmon ekanini o'tirsidiki, farq nima?" debdi. Men nima deyishni bilmadim-da hamda. Bu yerda ma'noliq taqvo, laqvo desak yaxshi bo'lmaydi hamda, lekin musulmon o'lchimi hammadan cho'rma standart narsa iymani bo'ladi. Mana mushundaq nurg'un narsalar qilib oxir abad degandek bu tafakkurdan kelib chiqqan bizning harakatimizniki bir nimamidu va yoki nima deb o'ylab qoldim. Buning sizdan boshqa o'ylaganingiz bormi? Hamda meniki Gollandiyaga kelib o'rgangan hammadan yilqi mushu to'g'risida degan narsa muhim narsa. Men Gollandiyaga kelib yilqi boshqalarninki yilqi nima qildigan qilmaydiganligini yilqi ko'rsam nima qilmaydigan bo'lib ketdim. Burun deydim. Lekin hozir demaydigan bo'lib ketdim. Masalan, men xizmatdoshlarim bilan bir tomoq yegan chog'da yilqi tomoq yeyotgan yerda burnini nima ish qiladigan ahvollar bor. Biz Uyg'urlarninki o'rib odatimizda o'zimizningki milliy kimlik bunday qilsak bo'lmaydi. Yo'q, pokizlik emas bo'ldi-chu. Lekin ular uchun nima qildi? Shunga ba'zan vaqtda qisqarlik alohida deb qo'ymay, Gollandiyaga kelib, yo Gollandiyaninki qimmat qarashini o'rganishi kerak, norma bor o'rganishi keraksan. Lekin undan narsa men o'rganmay, chunki undan narsa bizningki o'zimningki nimasi qarshi ashnimi o'rganamdim desam, uni o'rganmasang bo'ldi deydi-chu ba'zan vaqtda. Demak, u yerda bir davlat kelib, osh davlatninki qimmat qarshi norm borliklarini o'rganmaysangiz, u norm bor degan narsa bir yilqi muqim narsa emas, u degan bir g'uva bir xil hamda aniq emas bir narsa. Jiqlar osh narsani ishiltib olib, yilqi sen yilqi ishiltib olib, undan nima qilsa deb. Masalan, kelib Gollandiyada men yilqi ba'zan vaqtida mushu nimaga mushu Falastindagi ishlarga namoyish qilgan chog'da mening bir xizmatdoshim emas, boshqa birisi taniydigan birisi Falastinlarninki namoyishga chiqqanda birisi anki shuning kaplam dedida, voy mala chiqibdi bir xil yoqqa Falastinga yoqqa chiqibdi, lekin Yamandagi musulmonlarga, Xitoydagi musulmonlarga, Uyg'urlarga nimishga chiqmaydi manda deydi-da. Hamda uningki deydigan bir nimasi bor, hamda bir logika bor. Nimishga Uyg'urlar uchun bunday qadam chiqmaydi. Lekin u odamninki o'zininki nimasiga qarab baq u hayot bo'yicha Uyg'urlar uchun, Yaman uchun, yo bo'lmasa boshqa musulmonlar uchun gap baqmabdi. Faqat shu o'zininki yilqi shu musulmonlarga qarshilik bildirma deb yo'q nima uchun Falastinga chiqding sen, nima aloq chiqmading deb bir narsani ishlatib, boshqa yerni yo'q oyatdan bir tayoqni ko'tarib olib, boshqalarni urdigan bir olatga qoldi-da. Lekin bu ikki narsa yo'q o'xshash mavjud bo'lishi kerak, chunki siz yo'q Falastinlar uchun Falastinliklar uchun namoyish qilsangiz, siz Uyg'urlar bilan qaringiz yo'q deydigan ahvol yo'q bu yerda. Falastinda chiqqanlarmi, Uyg'urlar bilan ko'ngil bildiganlar bor, ko'ngil bilmaydiganlar bor.
lekin sen Falastinlar uchun namoyish qilding deb qo'yiblar, nima qilsang bo'lmaydi. Gollandiyada ba'zan shu bir qism odamlar ashtaq degan chog'da men uchiqashkar davrman. Xizmatdoshlarimmi ashtaq degan chog'da men uchiqashkari ishimni qo'shib tashlab qo'yib, men ashtaq bilan munozirashman. Hamda bu yerda bizningki kimligimiz, nimamiz to'solg'imiz kim bu yerdagi bizningki cho'qim bildigan narsamiz bu davlatninki o'ziningki tarixini bilishimiz kerak. Hamda bir qisqa jihatlardan nima farqni his qildim desangiz, men oldingi yili Amerikaga berib keldim. Amerikaga borgan chog'da men u yerdagilarga sen nereden kelding deb so'ragan chog'da men Gollandiyadan keldim desam, ha, voy, pek chiroyli yerdan Amsterdam keldingmi dedi. Ha, deb ular nima qilib qoldimda, chunki men Gollandiyada 15 yil yashab, nereden kelding desa, men o'zimningki tarixini tushuntirishga odat bo'lib qolibman. Ha, men bo'ldi. Oldimizdagi 15 minutda ma'ni Uyg'urlarning kimligini tushuntirishga o'xshayman deb o'tgandim, lekin Amerikaliklar ular so'ramaydi ekan. Endi men borgan yerda, sharq taraf, Washington, New York taraflarda meni so'ramadi u jihatlarni. Balkim u yerda ko'chmalar jiqroq bo'lishi mumkin, boshqa yerlarda boshqa bo'lishi mumkin. Lekin meningki Amerika borgan his qilganim shuda, Gollandiyaga kelsam kelgan chog'da yana so'raydi, sizni ko'rishing dedi. Yo'q, nereden keldingiz? Yo'q, Gollandiya tug'ilgan bo'lsangizmi, ota-onang nereden keldi? Ota-onang nereden keldi? Unda deb so'raydi dedi. Shu u jihatlarnimi nima qilish kerak? U Gollandiyadami ba'zan vaqtida xalqmi kunish kerak o'ziga bildirgan norozichilikni. Chunki norozichilikni bildirgan chog'da ham o'zining qilgan xatoligini bilgan chog'da anki tuztalaydi. O'zining qilgan xatoligini tuz bilmay turiblar. Hech kim o'zining xatoligini tuztamaydi. Gollandiyada 60-yillar, 70-yillarda Türk, Morok millatlar ishlamoqchi bo'lib kelgan Gollandiyaga. Gollandiyaga kelgan ular birinchi davr ko'chman bo'lib keldi. Ular birinchi davr ko'chmanda ashlar bilan paranglashgan chog'da, shu Türk, Morok do'stlarim bilan, o'sha tug'ilib cho'g'an do'stlarim bilan paranglashgan chog'da ular dedi, sizningki ba'zan qiliqlaring meningki ota-onamninki qiliqlariga eslatib qoldi, chunki sizlarmi birinchi davr ko'chmanlar. Birinchi davr ko'chmanlar har vaqt kelgan chog'da minnatdorlikni bakrak bildirdi, norozilikni azroq bildirdi. Chunki biz o'zimizningki yashayotgan yerdan qutulib chiqib, maya kelib, mayada o'zimizga shundoq barobarlik ostida, bexatarlik ostida demokratik bir davlatda yashagandan keyin biz shundoq çok minnatdorlikni bildiramiz. Chunki biz yashayotgan yer unda emas bo'lganlik uchun. Biz yashayotgan yer Xitoyning diktatori, hech qanday huquq yo'q deb bizga. O'zimizning ovozini deyolmaydi. Endi kon vaqtlarda 80-90 yillarda bir necha 10 yildak bo'lib ekan, lekin undan keyin biz davrdagi bolalar undan his qilib boqmadi. O'zimizning tilni, o'zimizning bayrog'ini ko'tarib, undaq o'zimizning bayrog'ini undaq tatib, ash gezi chiqadi, unda ahvol yo'q deb bizda. Shu bu yerga kelsak minnatdorlikni bildiramiz, lekin shu ikkinchi davr, uchinchi davr, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi avlod ko'chmanlar bo'lgandan keyin ular yerlik bo'lib ketib, ularningki o'ziningki Gollandiya bilan bo'lgan aloqasi o'zining ota-onasining kelgan Marokash yoki Turkiyadan qiyinroq bo'ldi. Gollandcha so'zlaydi, gollandcha maktabga bordi, ba'zanlari turkcha bilmaydi, ba'zanchi marokanchani bilmaydi, ashta gollandcha bilan yashaydi. Endi ular shu o'ziningki ikkinchi, uchinchi avlod bo'lgandan keyin asha tug'ilib cho'ngib o'ziningki his qilganligini to'xtamaydi deb bo'pti ekan o'sha o'tgan 11 yilning yoqi, 20 yilning yoqi endi. Shular bilan bir qatim men mushu Marokkodan kelgan bir odam bilan musha tug'ilib cho'g'ilgan, lekin shunda bir dangliq jurnalist video evatgan chog'da Uyg'urlar uchun. Shu ishda biz do'kon kirdigan bir ko'rinish olmoqchi bo'ldik. Shu do'kon kirgan chog'da bir qiyinroq yerlik, oqterlik bir gollandiyalik bir odam shu Marokkan Gollandiya tug'ilib cho'g'ilgan Marokkodan kelgan, Gollandiya tug'ilib cho'g'ilgan Marokko oq ko'rinishi bor jurnalistga bir xil bizning vatandagi Xitoylar yuqori yerda ishlayotgan Xitoylar Uyg'urlarga gap qilganda gap qildi, bir xil buyurib manda deydi. Lekin unda bo'lgandan keyin ashta gap qilganligini anglabla meningki vatanda ko'rgan aslimni eslatib qo'ydi. Nima qilsam, lekin shu jurnalist chiqiblam gap qildi. Sen nima demoqchi buningda desa, yo'q sen manda qilyapsan-ku deganda, yo'q sen nima demoqchi, sana aniq degina desa, yo'q meniki boshqa nimam yo'q, Meningcha mushta demoqchi
Dağlam gap boşap ketdi da. Anki men nemishqa bunda deydigando deb ikkimiz kamerani o'chirib qilib, aykin ayrim deyishgan chog'da men nim deb bersangiz, Gollandiya kelib birinchi avlod ko'chmanlar borgan chog'da minnatdorlikni bildirgan. Ham Gollandiyaliklar aşı minnatdorlik bildirgan ko'chmanlarga buyruq tushirib o'ginib, kunab qolgan bo'lar. Ash davrdagi odamlar shularga bizdek chiroylilarga buyruq tushirishga o'ginib qolgan. Ular 20-30 yil ashta kunab cho'ng bo'lib, shu 20 yoshdan 30 50 yosh, 60 yoshgacha ular kunab cho'ng bo'lgandan keyin odat bo'lib qoldi ekan. Bizdeklarni ko'rsa, ba'zan shaklda muomala qilish, ba'zan shaklda paranglashish. Lekin men mayada cho'ng bo'lgan ashadagi cho'ng mushada tug'ilib cho'ng bo'lgan, lekin ko'chman ko'rinish bor, nima undaq o'ylamaydi-da. Ular o'zlik Gollandiyalik deb nim qildi. Gollandiyalik holatda paranglashdi. Lekin ashta bo'lganlik uchun yoki bular olab gaqsa gap qaytirdi-da. Gap qaytargandan keyin ular uchun bir xil yoki ular uchun bir bilmagan bir ahvol bo'lib qoldi. Chunki ularning hayotida andaq chiroyliklarga gaqsa ular gaqlamaydigan holat ko'nakdan ular. Chunki u birinchi avlod kelgandan yoq ashtaq muomala qilib kelayotgan. Lekin maya tug'ilib cho'ng bo'lgandan yoqi bular bunda gaqsa ba'zan vaqtda yoki uningga yoki nima ifoda bilishni bilolmay qoldi ekan. Shunga ash vaqtda aşı jurnalist aşıdamı gap qaytargan chog'da aşıdam o'ziniki nim deydiganligini bilamadi. Aşı jurnalist aniki men degandi. Shunga men bular to'xtamay menda muomala qilsa, uni normal deb ko'rsang bo'lmaydi. Chunki mushta gap kunib qoldi. Shu bularga cho'qim ba'zi vaqtda o'zingninki o'ylaganingni, noroziligingni ba'zi vaqtda bildirishing kerak. U jurnalist unda nim qilmaydi, tilni deyishgan qilmaydi. Shu normalam gapida sen nim demoqchi odamda degandikin odam bir xil bo'lib qoldi. Yo'q, muomalasi ham o'zgarib ketdi. Yo'q, normal, yo'q, shundoq do'stlikdek bunda paranglashib ketdi. Paranglashib ketdi jurnalist. Ashiyada es qilganim shu. Birinchi avlod ko'chmanlar normalda minnatdorlik bilish normal ahvol. Lekin shu normal ahvol deb o'zimizga kelgan norozichilik, o'zimizga kelgan nim qilib, biz desak, biz uni cho'qim deyishimiz kerak. Uni ichimizda ochiq deb yutvasak bo'lmaydi, chunki eng oxirida o'zimiz ham azob tortamiz. Uyg'urlar uchun hammadan biz uchun hammadan ig'ir haqorat. Biz Uyg'ursak, sizlar Xitoylarg'u yo bo'lmasa Xitoyning bir qismig'u yo bo'lmasa Xitoy millatining bir qismi desa, biz uchun haqorat bo'ldi. Burun yoqi tilni bilmagan vaqtida men yoq mana deb achchig'im keldi, lekin hozir o'tog'iz qo'yib tushundirmay ularga. Bundan desang bo'lmaydi, undan desang bo'lmaydi. Lekin sen mayadan kelganlarni manda desang bo'lmaydi-ku. To'g'ri-ku desam, to'g'ri dedi. Shundan keyin mening ismim manda, meningki kimligimmi, milliy kimligimmi mushta atishim kerak. Shunda desang, men ichim bir xil bo'lib qoldi ekan, ham meningki irqiy qirg'inchilik qilayotgan bizning millatimizga irqiy qirg'inchilik qilayotgan bir millatning ismini sen ash millat deb desang, mening nim qilib, mening ichim bir xil bo'lib qoldi ekan. Shunga unda demasligimni nim qilma. Agar yana buni davomlashaversang, men buni nim qilishim kerak, buni sen bilan ayrim paranglish kerak, yo bo'lmasa bizniki munosabatimizni qilishimiz keraksa, bu unda aytmas emas, bunda men chaqchaq qilib deb qo'ygan, bunda deydi-da, ba'zan. Chaqchaq qilma, chaqchaq qiladigan yer bor, chaqchaq qilmaydigan yer bor. Bu meningki shaxsiy prinsipim. Prinsipim bo'lganligi uchun shu jihatlarda bunda demasligim keraksa, ma'qul deb o'zgaradi bu jihatlarda. Shunga biz o'zimizningki noroziligimizni achchiqni yutmay, achchig'imizni normal tilda haqqimda bildirishimiz kerak noroziligimizni. Haq ananiki o'zgarishga boshlaydi. Gapingizni anglab, meniki bir mezgilma tuproq tadqiqotda keyin yemak tadqiqotiga chiqdimda. O'sha ishga vaqtida meniki supervisor eng tuvan darajaga amalga hamda. Shu Gollandiyalik cho'g'ilgan Marakashga Marak, yana ikkinchi avlodda. Bu yomon tul putoq topatida mendan. O'sha keldi tarozini biz o'lchab hamma qilay deb ishlavasi Abdukom ekan. Hozir oyoq o'smini chog'im oyoq qo'limda qilib sharat qilib, Makka arqimada qilib manda qildi-da.
Ben ilgili tuproq tadqiqot ishlagan vaqtda Gollandiyani qo'lda ishlagandan boshqa Gollandiyada hayotida bir qatam qo'lda ishlatib baqqanini bilmayman. Davomli yerim kelib, Hı hı. "Sizning vaqtingiz seni paranglashaydi degandim. Qanday vaqting bor?" deb noit siliq qilib meningdin chiqib gap qildida. Lekin bu maraklar osh odam buyruq so'qib qilishga ko'nib qolgan nimikan bu? Hal sen shu ruxsat so'rasang ish gapini deb qo'ymasang, sen ruxsat bermaymiz, namoyish qilib qolsam oshni tutaq chiqadi-da, sen belki biz shikoyat keladi, bu deb yomon ashta bu narsani qiladi. Hı. Gollandiyada irqiy qilish o'tkazilgan keyin parlamentda namoyish bo'ldi emasmi? U tuyuq so'qib qoldi-da vaqtida kim. Shu mana ruxsat bersam, qat'iy ruxsat bermadi bu. Biz ruxsat bermaymiz deb u namoyish qilgan, boramay qilib qoldim. Onda oraliqda bizning boshliqlar bir suhbat qilgan bo'lib qoldik-da. Suhbatda o'tirganda uni yuqori menejer bilan Aşağıda anakayım menajerga dedim aka. Malaning qoidasida chuqur o'zimizda yuqori odamga aka mana aloqamiz emasmi? Buyaqsa yuqori aloqa qilsa ig'ir oldida ana aslikini. Ana aşağıda purs kelib qolganda anakayimda men dedim shuni nimga ya'ni menajerga. Men ilgari tuproq tadqiqotida 4 yil ishlab kelganda men u yerda hech qachon meni aniq qil, onda sen xatolik qilding, sen xatolik qilding deb bir qatim meni bunda nima zarb xarakterlik bunda bir tanqidlab boqmagan, lekin shuni to'xtamay tanqid anglayman men. Onda qilsam yaramaydi, buni manda qilsam yaramaydi. Bu posin o'zgarib solibdi ekan, men bu nayt bir frustratsiya qilyapti, bu narsa bir xil bizarlik jo'sga qilyapti menga. Desam, barak nima deydi desangiz, men sizlarga yaxshi bo'lsa, texmiyat usyapsa texm yaxshi nima qilaman deb manda o'ylab shunarsan aytib tarafdan qattiq qo'yman degan dedilarkim o'zim tutolmay dedimda sen bu yerda tug'ilibsan misol ikkinchi avlodkansan shunda yaxshi gollanchang bor ekan sen nemishqa sen boshliqdagi uni yuqori boshliq bo'lolmadan emassan sen kechki odamni kelib putoqta bo'lgan bir boshliqlab qolibsan sen bizning cho'ng menejer qarab u turib ketdi-da turib keyin aningcha bunda qilib ma'no qilib besim qilma stress qilma buni erkin qo'yib ber unda ruxsat so'rab ish keldi burunda bir demadim endi vaqt ish qilib qoldi buni shu qilib qolsa udil menga kelib menga dedi-da ana mushunda qilib nimalar ba'zi vaqtlarda biz yana bek nim qila desak mana bizniki nimimiz Xitoyning ba'zi sistemalar bor ekan bir xil shaxs bir hurmat deb adadiy ziyod hurmat qilgan ishim bo'lib qoldi ekan-ku. Ana buni ham o'zgartib undan men bo'laman yuz xotir qilmay deydigan yer ochqa gapim developlarkim turdigan qilib qoldim-da. Hozir men siz degan narsa naq shunday narsaga to'g'ri qilib qo'yishga dev soldim bunga. Shu. Bular uchiq bo'lgan ekan. Bular xizmat eng ig'ir nima qiladigan narsa bizning atrofimizda xizmatdoshlarmi bizarroqa frustration yoki irritant mana bizarlik nimalarda bu haq eng ig'ir oldi ekan. Bundan narsa o'zim ham diqqat qiladigan bo'ldim. Boshqalar mana shunday qilib qolsa, qo'rqmay yuziga deydigan, deydigan adillik degandimda men. Ko'ngil oyoq versak o'zimiz bir xil besim bo'lib qolganda. Bu narsa udlash xizmat shu marakla ishlash jarayonida mushni unib chiqdim men ekan. Shunday men yuz xotir qilmay, qo'rqmay deganimiz gibi davrdigan o'qitish bo'linib qolgandim deydi. Shu. Uchiqachkar deyishingiz kerak, bo'lmasa o'zingiz ziyon tortasiz eng oxirida. Gollandiyada oz bo'lsin-chu. Gollandiyada ashtoq ekan endi. U yerda shu bu yerning ashuma yoqi singish integration bir qismi hamda u yerda-chu. O'zingiz yoqi ko'ngil ayab, hech nima demay, ya bo'lmasa sat bularmi yo sonamanda desangiz o'zingiz ziyon tortasiz-da. Men Gollandiyani misol qilsam. U yermi yoqi singishningki bir qismi hamda bu yer. Aka shuni uyga qolsabek bu yerga shuna qarindoshlar deb qo'ygan narsamiz yo'limiz qilayotgan ishimizlar bo'lib qolsa bir muqim ishlayotgan bo'lgan bo'lsa mayli muqim ishlaylik yoki to'xtamliq ishlaylik shu bunda uchrab qolib ishimiz bir xil siqilish ozroq stress bo'ldigan yoki bizarre to'yib qolib qolsa to'xtamay o'sha dodlar o'tirib qolish kerak ekan-ku buningdan buningga bo'sh qo'yib qo'yib andarsa manda qilib qolarmi ishdan bo'shatib to'xtamni uzitib bermay qolarmi u bu deb o'zimizning uyg'urlik qallasi bilan kirib qolsa o'zimizning xizmatning sutiga ta'sir etadigan boshqa xizmatdoshlar aloqamiz ta'sir ekan bu golnas uch qilib direkt qilgan bo'lgandan keyin qo'rqmay dodlar o'tirib qo'yish kerak ekan bu narsa shu endi yana birisi to'rtinchisi hamda savol maqolangizda iboyatim deb ketdingiz ya'ni sinish paradoks nima integration paradoks haqida to'xtaladigan kitobga ya'ni qancha yuqori o'rlab yerliklarga yaqinlashgan sari kamsitishni shuncha kuchli his qilganingizda yaxshi ifodalab ketdingiz buni endi biz uyg'urlarniki xitoy jamiyatidagi ya'ni yaxshi uyg'ur bo'lish tirishchanligiga turganda nimalarni his qila olasiz
Yılqı maqalamniki Hmm. eng oxirgi bir qismini degan chog'da yilqi ba'zan vaqtida yilqi paranglashib, gollandiyaliklar bilan paranglashib qilib, mushu ko'chmanlarning gap kelgan chog'da meningki yilqi millatchirak kolleyxalarim bor, xizmatdoshlarim. Hozir men burunmi bordi. Ash menimga yilqi do kep yanimga kep deytida qarama ko'chmanguylarni yilqi bundoq qilyotidi. Hammasi sendek bo'lsa bo'lmamdi, mana tilni o'rganib, biz bilan tang ishlab qilsa, hech qanday ish bo'lmaydi desa, men shu birinchi qitim olgan chog'da men qo'shib ketibman, voy mala meni arsiga olibdi, men yilqi nim qilibman. Lekin yillar o'tgan sari bu yana ishga o'ylanib qoldim. Bu yilqi deymiz meningki nimamni ishiltib yoki o'lchaytibdi, boshqalarni o'lchaytibdi yoki men yaxshi ekanman, boshqa manga o'xshashlar nachar ekan. U uning orasida ya Uyg'urlarmi kirdida uning gapida emasdan keyin. Yoki tilni yoki mendek bilmasmi yoki ishqilib mendan bilmaslar, mendek bilmaslar yoki nachar deydigan bir nimga tushib qoldida u yerda. Yoki sen yaxshi ala nim qilsa orliq nim qotida sen bizning men seni yinimga olaman, ala yinimga olmayman deydigan nim qilib qoldida. Ay shu yoqda boshlang'ich vaqtimda men Xitoy maktabida o'qigan boshlang'ich vaqtimda, boshlang'ich vaqtda Xitoy maktabida o'qigan chog'da shu mening yonimdagi Xitoylar yonimga kelib yoqi Uyg'ur sinfdagi Uyg'urlarning azgibini qilib berdi qarang. Yoqi Uyg'urguylar, nacharguylar, qara sanga o'xshash bundoq tilnim yaxshi bilib, Xitoychinim yaxshi bilib, o'xshash Gollandiyadami o'xshash angladim, vatandam angladim ash narsani. Shunga ash narsa anglab bo'lgandan keyin ash vaqtning o'zida men his qilmagandim-da. Lekin mushu yillar o'tib ketdi, mushu o'tib ketgan 3-4 yilning ichida bo'libmi mushu 2023-yili yilqi Geert Wildersniki saylovni utib chiqqandan yoqi bakrak o'yildim-chu bu jihatlarda. O'ylagandan ya men shu chog'da his qilganim shuki yilqi sizningki voy sen tilni yaxshi o'rganibsa, bunda degan narsani men darhollam bu yilqi meni maqtayotganga deb nim qildim. Shu maqolani yaxshi o'qisangizmi, ashta chiqqan yilqi maqolning nimasi yilqi sen buni yilqi seni maqtay deb ko'mamsa degan chog'da men degan albatta maqtash bo'ldi-da, sizning tilni yaxshi o'rganganingizni desa, sizni maqtagan bo'ldi u albatta. Lekin ba'zan vaqtida diqqat qilishingiz kerak. Sizni maqtab turib, xalqlarni kamsitish, siz bilan o'xshashlarni kamsatsa, u sizni maqtash olmaydi. Sizning bunday yoq narsangizni berib turib, anki xalqlarni kamsitsa, yoki bir xil yoki yuqori darajalik endi sirtqi qishtamda qo'ni ashtaq bo'lib qoldi, men ashta his qildim uni. Anki mening ba'zi vaqtida yoki ko'chman do'stlarimmi ashtaq deydi. Ko'chman do'stlarimmi ba'zi vaqtida voy chet elliklar bizdek bo'lsin degan shularni tushundirmayman. Ya u o'lcham bo'lmaydi birsiga yoki bir millatninki bir kishiningki har bir kishiningki o'zininki shaxsiy ahvoli o'xshamaydi. Nima til o'rganolmadi? 60-70 yillardagi Morok turklarninki Çile Gollandchani yaxshi bilmaydi ekan, men anglasam. Andan keyin yoki Gollandiyaga kelgandan yoqi men Gollandiya hamda 5 yil bo'lgan chog'da men Gollandcha so'zlasam, sen qachon tug'ilgan, sen misha tug'ilgan qo'ya deydigan olib ketgan. Yo'q, men bu yerga tug'ilmagan, men 5 yil burun kelgan, men kelsam. O'sning Gollandcham ajab yaxshi ekan. Ba'zanlar menga kelib 20 yilning yoqi yaxshi til o'rganolmaydi, senga o'xshash bunda degandi. Men kelib, o 20 yilning yoqi tilni o'rganolmayapti, men o'ylab qoldim-da. Ammo keyin paranglashib nim qilsam, qonunda nima yozilgan ekan desangiz, 60-yilda 70-yilda Gollandiyaga kelganlarninki til o'rganish majburiyat yo'q ekan-da. Ham o'zininki millati bilan ham yashaydigan ahvol ekan yoki o'z bilan kelgan turklar bilan birga ishlab, o'zining kelgan maroklar bilan birga ishlab degandek ashta ahvol yig'roq ekan. U ayni vaqtda unda til o'rganish hozirga o'xshash majbur emas ekan. Shunga albatta ularninki til darajasi bizninkidan tuvanroq bo'ldi. Ular menga o'xshash yoki til o'rganadigan maktab berib, shu hukumatdan yoki nima qilg'izib beradigan undaq ahvol yo'qdi, ular undaq ahvol yo'qdi. Shunga bizningki albatta til darajasida farq bo'ldi-da. Anki ular hozir qachon 70-80 ga kirib qolgan chog'da gollandchani to'liq yaxshi so'zlab bizga so'zlayotsa, bo'lmaydi, chunki odam qiyragan sari tilni o'rganishdan ta'sib qoldi ekan. Ular emas yoki xillam meniki o'zimninki opsi kelgan chog'da o'sha degan yoki yosh cho'ngaygan sari
til o'rganishni tez bo'lib ketgan jiq uyqalamang degan sizlar yosh kelganlar tilni yaxshi o'rganasiz to'g'ri albatta biz yosh kelgandan keyin tilni yaxshi qilamiz yosh cho'ng'aygan sari tilni o'rganishni tez bo'ldi degan ularninki 60-70 yoshga kirgandan keyin til o'rganish tez bo'ldi lekin buni darhollam voy sen 20 sen bu yerda 5 yil kelib til o'rganibsan 20-30 yil kelgandan keyin ularni bir xil sir qaqqanlikda lekin man aq ko'rinishini bilish kerak nima ish til o'rganadi ular nima ishga 20-30 yil turib o'rganamidi mala 5 yil kelib o'rganadi uni o'xshash akab selish tursa u adolatsizlik bo'ldi ishga o'xshamagan akvani bir yerga kirib shu ashyadan bakrak diqqat qilgan bo'ldim rahmat endi bu sizniki siyosiy partiyaga qatnashgan siyosat umidlangan haqida ozroq bu temaga kirib baqili bu maqoldami bunga alohida o'rin berilgan siz FFD partiyasini umidingizni üzdünüz. Yevropada oңuçlu siyasetin küçüyüşü bizge okşaş siyasi paradokslarga sizler bu yerge teve emas degan signal beryapti. Bundaq ahvalda biz qanday qilib siyasi ovozimizni saqlab qola olamiz? Hani miya deganimiz faqat biz Uyg'urlar emas, Uyg'urlar bir kichik bir guruh. Yana siz hali o'zingiz bir ko'chman bo'lib chiqdingizdan barliq ko'chmanlar buldigan bir narsalarni o'tirib nima deyapsiz-da meningga? İşte o umumluq nuqtaga vaqtımızda biz qanday siyasi ovozimizni saqlab qola olamiz? Birinchidan Gollandiyadan siyosiy partiya ko'rgan chog'da aq ko'rinishi Gollandiyaningki siyosat partiyalarining aq ko'rinishi qandoq aq ko'rinishdan sirt shu partiyaning ichida qandoq odamlar bor, unday odamlar bor, uni bilishimiz kerak-ku. Men yangi FFDga kirgan chog'da uningki ichida qandoq odam bor, unday narsani men aniq bilmaydim, chunki Gollandiyaga endi siyosatga ham aralashgan vaqtlarimda. Bu nechinchi yilisi? 2021. Endi 5 yil burun. Maqolda bir xil men 30 necha yil FFDning a'zosi bo'lgandek chiqib qolibdi, lekin unday emas. Men 1 yillar a'zo bo'ldim. Unda uzoq a'zo bo'lmadim. U 2021-yil a'zo bo'ldim. Men kirib bunda bir sinab beqib, birinchi qitim siyosiy partiyaga a'zo bo'lgandan keyin qanday ahvol bo'ldi, ham o'zimning ayni vaqt qarashlarga sal tushgandan keyin nima qilib, lekin men ko'chmalar jihatlarda undaq bak nima qilib ketmagandim. Lekin 2022-yili Gollandiyaningki Rutteninki partiyasi FFD hukumatda ko'chmanlarga qarshi siyosatni tuyuqsizlan ig'irlashtirishga boshladi, kuchayishga boshladi. Shu chog'da men nima qildim? Shu chog'da men shu Gollandiyaningki ayni vaqtdagi FFDningki ko'chmanlarga mas'ul parlamentsi bilan bak yaqindim men. Paranglashdim. Paranglashib shu jihatlarga kelgan chog'da men chiqdim dedim. Sizning bu deganlaring rost chin ko'nglimni da'vatamsan yoki siyosatni bunday yo'q, hamda shu ko'chmanlarni biz azaytishimiz kerak, bunday qilishimiz kerak, bunday qilishimiz kerak dedi. Hamda nima ishqa desam, bunday yerda az qoldi, unda yana az qoldi birdan dedim. Agar uningga men bunday narsadan so'zlab desam, uningga shu agar Uyg'urlar so'rab qolsa, bunday emas deb qo'ysanglar bo'ldi deganda, "Ya men dedim, undaq nima qilsak olmaydi, undaq asarlar Uyg'urlar emas bu, boshqa millatlar borchu." Ananiki nima qilgandan keyin, esxonada bu bundaq nima emas deb 2022-yili shu nima qilgan chog'da shu oil jamlashtirishninki ahvoli shunda eg'irlashib ketdi. Shuni cheklaymiz degan chog'da. Shu chog'da men oil jamlashtirishninki shunda bir eg'ir bir siyosatga chiqqan chog'da shu vaqtdagi parlament a'zosi shu Erik van der Burg deydigan odam FFDningki shu o'zininki partiyasiningki ayrim kongress bo'ldi. Sizga berib savol so'ramoqchidim. Nima ish bunday qildi? Menmi ko'chman, menga mashta qilamsan bunday deb so'ramoqchidim. Lekin menga yozim bermadi dedi aşağıda. Yo'q, men o'zimga gap qilgan fursatni bera olmadim u chog'da. Shunga men nima qilgandim? Anandan to'xtamay aşağıda eg'irlish vaqti 2022-yilning oxirlarida bir qatam bir siyosat chiqdi. 11-oylarda bir siyosat chiqadi. Shu oil jamlashtirish bilan ballarni oildan ajratishmi? Bir narsa chiqqan chog'da men aşağıda yo'q. Shu o'tib ketgan 20 yilki bo'lgan narsa tan qilib aşağıda qaror chiqargan. Men bu partiya bilan nima qilolmaydi ekanman, chunki ham shu partiyaningki a'zolarininki ko'p qismi o'ylagan narsa mening o'ylaganimdek emas ekan. Shunga men bu partiyani yaqin umidimni uzvatsam bo'lgan, shu ayni vaqtda FFDga ketgan.
Açık ketgandan keyin 2023 yilda o'rniga Dilani Yeşilköz degan ayol chiqdi. U ayol bek o'ngcha radikal siyosatni boshladi. PFF chiqdi. PFF'de chiqishdan burun men o'ngchi partiyalar bilan paranglashgan chog'da bu narsani nima qilmaydim, lekin 2023 yilgi 2023 yili men shu saylamdan burun bir Keştik Gollandiyaningki mush NOS birinchi programmasiningki Keştik programmasiga men tomoshabin bo'lib bordim shu chog'da. Tomoshabin borgan chog'da bizni men oliy maktabda o'qiyotgan vaqtda bizni oliy maktabdan chaqirgan deya qonun o'qiyotgan bolalar yaxshi ko'rdi deb bizni chaqirdi. Uchimiz borgan. Shu chog'da shu suhbat boshlanishdan burun paranglashib turgan chog'da shu New Social Contract degan partiyani bilasiz, NSC degan Peter Omzig partiyasiniki. Peter Omzig bilan Xurlingsbey Fidiyaniki Frans Timmermans ikkisi bir-birisi bilan debat qilgan kun diye munozara qilgan. Lekin shu NSC'ninki nechinchi o'rinda turgan unutib qoldim. Bir ayol, yuqori o'rinda turgan bir ayol bizni taklif qilgan. Shu ayol men shunaq nim ko'rdimda, burun bakcha yaxshi ishlarni qilgan ayol bu partiyaga kirishdan burun. Yaxshi qilganki, voy bu ayolimiz siyosatchi bo'ldi ekanda, paranglashib qilgan chog'da men shu program boshlanishdan burun shu ayol bilan biz uchimiz o'tirib, to'rtimiz jami ko'chmalarni paranglashib qoldik. Mening ko'chmaligimni bilmaydi u ayol. Paranglashib turib, o ayol ko'chmalarga degan chog'da, oil jamlashtirishnimi yoki to'xtatishimiz kerak, oil mundaq nima qilmas kerak, chunki adam bakchiq kelib ketdi, munda deb plan nima qildi. Men u adamchiq kelib ketdi degan narsaga men nima qilmayman, chunki son qarsak Gollandiya Yevropaninki taxminan sondan tuvanroq o'rin turdi ekan, unda ular degandek unda chiqadamiz ekan, lekin uni boshqa bir yer qo'yib tursak, nima kelib unda tursak olmaydi, yoki ayol jamlashtirish kerak bo'lmaydi, munda yoki men yoki gap bir xil andan qo'lqam kirib yoki eskartib qo'ydim, yoki men ayolni qishib kelib siz to'xtab turing, siz yoki ayol jamlashtirishni to'xtatishingiz kerak deysizmi desam, uni to'xtatmaydi, qarab baqa yoki ayol jamlashtirish to'xtamasak mustaq oliy maktabda o'qimaydi, bolalar uy chiqmaydi, munda deb ketdi. Yoki men ayolni chiroyi qarab turib, amsa sizning siyosatingizda men Gollandiyaga kelmasligim kerak ekanda, amsa desam, jim bo'lib qoldi ayol. Ayol jim bo'lib qolgandan keyin, siz nima demoqchi deganda, endi hozir dedingiz-ku yoki ko'chmalar kasb bo'lmaysizmi? Men mana 12 yil burun shu ayol jamlashtirishning siyosati bilan keldim. Endi siz siyosatchi bo'lib qolgan bo'lsangiz, men kelsam bo'lmaydi bu yerga. Shundoq desam, yo unda degan emas, unda emas dedi-da. Yamayat qilyapsiz-da sizmi? Xijilib ketdi, tamtirab ketdi, nima qildi? Shu chaq nima qildim? Bu siyosatchilarmi ba'zi vaqtida yoki siyosat nima qilmaydi, og'ziga kelganda davr deganda. Lekin shu siyosat ashta degan chaqda ular siyosatchi deb birini deymiz. Siyosatchining oldiga kelib men dedim. Unda siz qana bo'ldi deb demedim, lekin yana kelib yoki sizning deyishingiz bo'yicha men kelsam bo'lmaydi ekanda, uni bir aniqlab aytaylik dedim-da, yoki achchig'im keldi, unda nima qilib keldi. Endi sizning siyosatingizda men kelsam bo'lmaydi ekan desam, yo'q unda emas, yo'q undaqmi emas, yoki qara sen kelibmi mundaq yo'q oliy maktablarda o'qiding, oliy maktabda o'qib yaxshi qilding munda deganda, yo'q, lekin sizning deganingiz u emas, sizning deganingiz jamlashtirishni cheklaymiz, chek degandan keyin mendaklar demak, menmi ashning orasida kelsam bo'lmaydi ekan Gollandiyaga desam, bo'lib ketib, keyin meniki ikki savodishim xijilib ketib, ayol uchun suhbatni boshqa yerga burayotdi. Lekin u ayol suhbatdan keyin o'rnini qo'polab ketdi-da. Ko'rishmoqmidim, paranglashmoqmidim. Demak, yoki bunday kelgan chog'dami aniq deyishimiz kerak-da bundan narsani. Yoki unda oshkor ko'zimning oldida turib, menanki Gollandiyalik emas ekanligini, endi menda yoki seriqchachi ko'k ko'z bo'lganligini ko'rib turib, ko'chmalar munda qildi deb uchiq oshkor degandiki men hayron qoldim-da, voy uchiq oshkor oldim deyapsiz, endi siyosatni bundalarni qilib qo'ysak, qandoq siyosat deb his qilgandim. Ani degandek ashlar qurgan hukumat mana 1 yil qolmaylam o'rilib, Gollandiyani ma'lumotdan qilib shu ko'chmalarning qonunini chiqiramiz deb nima qilib ketdi. Shunga bu yerda endi siyosat kelgan chog'da siyosatda yoki Uyg'urlarning davosini qilamiz albatta.
Uyg'urlarning da'vosi sirt biz yana Gollandiya puhrasi, Gollandiyaningki yoki grajdansi biz. Hem Gollandiyaning grajdansi bo'lish sifatimiz bilan o'zimizningki huquqini qo'g'daydigan yoki o'zimizning huquqini qo'g'day olishimiz kerak, qo'g'dash kerak. Chunki asosiy huquq, asosiy qonun bo'lmasa, bu davlatda biz hech nima qilmaymiz. Uyg'ur davoni qilmaymiz, hech nima qilmaymiz. Yoki Uyg'ur davoni deb yan bir narsani qurbon qilsak bo'lmaydi. Yo bo'lmasa yoki shaxsiy yoki kishilik yoki asosiy huquqlarni qo'g'dayman deb Uyg'ur davoni ikki narsa o'xshash holda mavjud bo'laydi. Mavjud qilishimiz kerak. Hem de aşı bir Uygur buluşununki bir tesiri Gollandiyada. Biz Gollandiyada emas, bütün dünyada biz Gollandiya Uygurlarning davoni qilamiz, ba'zi vaqtida boshqa narsa qurbonlashtirishimiz. Bu normal ahvol ekan. Lekin amal bor, kuchimizning yetishicha ikki uch narsani tang bir yerda olib menishimiz kerak. U bizningki ham Uyg'ur bo'lish majburiyatimiz, uningdan sirt hem demokratiya suydigan, demokratiya yoki asosiy qonun ham narsani hurmat qiladigan bir millat ekanligimizni ifodalaydigan bir narsa. Rahmat. Endi sizni dastlabda FIFID kirdingizda. Hozir ham dizessiya chiqdingizmi? A'zo hamda yoki A'zo. emas hamda shunda a'zo yozib hammadan qilalaychi yoki a'zo. Masalan, manda o'ysa qilaman shu chog'da shu Dilan Yeshilko'z partiyaning lideri emasdi-ku deymiz-da, siz kirganda. Emas, bari kirdi. Keyin partiya lideri hozir hamda ministr umuza bulg'aga yetib qolgan bir ayolda ham narsani kerak uda hech qachon. Endi maslak osh partiyaga tanlashingizniki o'ng'ishli partiyaga endi hozir Gollandiya kuchli partiya. Bunun hozirgi NATO'nun baş katibi Mark Rutte'mi 13 yıl aş partiyada işledi hem de baş ministerler Gollandiyada. Bu partiye kirişinizdeki açık sebepler nima? Baş mezgilede. Siz o'zingiz bir ko'chman bo'lish bilan tang o'ng'ishli partiyaga, nimishima solchil partiyalarni tanlamay, buyasi o'ng'ishli partiyaga kirishingizga sababini qiziqib qoldim-da hamda. Hamda ayni vaqtdagi o'zimninki nima u chog'da men 24-5 yosh vaqtimda. Siyosatda unda bak bo'lib ketmaydigan vaqtimda. Meniki shaxsiy ayni vaqtda ko'z qarashim narsa davlatga kelganing yoki cho'qim yoki ishlashing kerak yoki yoki davlatning qonunsiga yoki ijro qilishing kerak, ham yoki davlat mudofaa jihatida mablag' solishing kerak, ham yoki nimaga ma'rifga mablag' solish kerak degan narsalar men qalbimda o'ylagan narsa. O ash narsalarni asos qilib turib hamda kuch partiya qolgan ham tanlaydiganga. Ayni vaqtda men FFD'ni tanlagan. FFD menga mos keldi deb, o'sha FFD bilan D66 partiya ayni vaqtda, lekin qaysini tanlashni sabab bilmay qolib, o'sha FFD'ni tanlagan. Lekin hamda shu jihatlardan tanlab qolgan hamda yoki ko'chmanlar manda qildi degan narsa men ayni vaqtda bilmaydim-da. U yoki necha yil u chog'da yoki siyosatga hamda bir yil kirgan vaqtim. U chog'dagi yoki ular 2017 yil nima ish qildi, 16 nima ish qildi, 15, 12 nima ish qildi, burun nima ish qildi, men bilmaydim uning uchun. Shunga men ayni vaqtda yoki FFD kirgan chog'da jihlar menga degan, "Voy sen nima ish qilsan, nima ish qilasan u partiyaga kirib. Sendeklar sirtqa qilgan partiya tus nima qilsan?" Men bir sinab boqay, agar nima qilsa, agar siz mana shu partiyaga kirgandan yoqi, agar o'zingizningki shaxsiy qizil chizig'ingiz bo'ldi-da. Endi ba'zi vaqt kelgan chog'da bir siyosiy partiyaga siz 100% qo'shilib olmaysiz har qanday vaqtda. Unda bo'lsa siz o'zingiz bir partiya bo'lishingiz kerak. Lekin Gollandiyaning sistemida hamda bir partiyaga siz 100% yoki qo'shib olmaysiz hamma narsaga men nima qilmayman. Sizga hammadan yoqi o'shaqadan ham yoqi siyosiy jihatlarni sizga hammadan yaqin kelgan partiyani tanlaysiz. Ayni vaqtda mening shaxsiy o'ylaganimda FFD bilan D66 yoqi CDM botqu deb esim chiqatdim. Shular hammadan yaqin keldi deb o'yladim, lekin hozir yoqi ma'nasidan qizil chiziqda o'tib ketgandan keyin, chunki siz siyosat kirgan sari cho'ng'olgan sari o'zingizningki nima istaydiganligingizni, nimani xohlaydiganligingizni, o'zingizga shaxsiy qimmat qarshingiz texnik aniq bo'lib ma'lumlangan. O'zingizning kimligi bilib ma'lumlangandan keyin, anoniki jamiyatdagi o'rningiz boshqacha o'zgarib ketgandan keyin o'zingizning ko'z qarashi qizil chiziqmi yoki mukammallashib ma'lum. Ham shu qizil chiziqni asos qilib turib qilgan vaqtida 2022-yilda men oshqoradan chiqqan. Men bundaq partiyani orasiga hargiz
a'zo bo'lmayman, chunki meningki shaxsiy ko'z qarashim, prinsipim Qizilsizimga mos kelmaydi ekan deb shu vaqtda 2022 yilda partiyadan chiqib ketgan. Rahmat. Hamda bu qatnoq bu maqolada hamda dadangizning lagerga qamilishi, do'stlaringiz bilan bo'lgan aloqa aqsimlar yaxshi to'qsiz. Dadangizning lagerga qamilishi do'stlaringizniki sizni o'zining aloqa nimalarni o'chiritishi, sizni Gollandiyadagi sing'ish integratsiya jarayoningizga qanday ta'sir ko'rsatdi? Biz Gollandiyaga kelgandan yoqi hamda men shu Gollandiyaga kelgandan yoqi men gollandiyaliklar bilan birga yashayman deb nima qildim. Gollandiyaga yangi kelgan chog'da asos jihatdan chet ellik bilan yashagan, chunki AZSdan shu ko'chmalar kamplardan keyin boshqa maktablar borgan chog'da asos jihatdan sizga o'xshash yangi kelganlar bilan aralashasiz. Shu sizni hikoyangizmi bir, ko'rinishingiz bir asos jihat. Hammanglar yangi keldinglar, hammanglar birga gollandcha bilmaysizlar, hammanglar gollandcha o'rganishinglar kerak. Ko'rinish o'xshaydi, lekin shu o'xshamagan davlatdan keldim. Agar aldama yo'qi shu yo'llar ajrabmadi-chu. Ayni vaqtdagi paranglashayotgan odamlar bilan hozir paranglashmaysiz, do'stim bo'lmaysiz degandek. Agar aldamay bo'lgan chog'da shu mush gollandiyaliklar bilan paranglashib qilgan chog'da singib gollandiyaliklar bilan birga paranglashib do'st bo'lib qilgan chog'da, lekin men ba'zan vaqtida o'zim vatanda qanday og'ayni do'st tutsam, shunday holat do'st tutsam, bularning orasida men singolmaydi ekanman. Mening ba'zan odatlarimni ular ko'rib g'ayri deb qaraydi ekan. Biz Uyg'urlarning orasida g'ayri emas bo'lgan narsa, ularning orasida g'ayri bo'lib ko'rindi ekan ba'zan vaqtida. Shung ashta bo'lgandan keyin o'zingizni o'zgartirish majbur bo'lib qoldi ekansiz. O'zingizning kimligini majbur o'zgartirish majbur bo'lib ekansiz, chunki siz do'stmisiniz olmaydi, chunki do'st bilan yashashingiz kerak bu yerda. Yolg'iz qolsiz. Shunga ashlar bilan do'stlar bilan paranglashib chog'da o'zimninki kimlikninki bir qismini qurbon qilib etdim endi. U bizningki Uyg'urlarninki diasporada yashashninki bir qismi endi. Amal yo'q uning. O'zimizningki bir qism kimlikni qurbon qilib etamiz, mashhada yashash uchun endi. Shu chog'da yo'qi shu qurbon qilib etgan narsam shu ba'zi vaqtki og'ayni do'stlarim bilan bo'lgan yo'qi do'stlik. Bizning vatanda siz bilasiz, Uyg'urlar bildi, ko'rayotganlar bildi. Biz Uyg'urlar do'stlikni shunday yaxshi bilamiz, shunday jonjigar og'aynilarimiz bor, jonjigar og'ayn bo'lib, shunday bir-birimiz bilan shunday inoq o'tib, ashta hamma ishni qildigan ashta bir millat hamda bir do'stlik tutsak, shunda nima ko'ramiz. Gollandiyada unda qilmaydi ekan-ku. Bizning vatandagidek bo'lmaydi ekan endi. Mening ko'rganimda. Chunki ba'zan Uyg'ur do'stlarim bilan qilgan narsani Gollandiyaga kelib ashta qilsam, g'ayri ko'rinib qoldi jiqlarga. Shunga men uni qilmaydigan bo'ldim. Shunga u bir qismim qurbon bo'lib ketdi. Shunga bu paranglashayotgan chog'da shu meningki shu do'stlarim, vatandagi qolgan do'stlarim men pom chiqayotgandan yoqin men u yerda cho'nglar bilan qolgan chog'da mening hammadan yaqin odamlarim cho'ng uydagilardan boshqa do'stlarim dedi. Do'stlarim meningki oilamdekdi. Oilamdek o'tdim. Ya'ni do'stlarim men uchun behchiq narsa qilib berdi, voy adash mani men san qilib beray, ani qilib beray degan. U do'stlikni men Gollandiyaga kelib topolmadim. U bir qism qilib qoldi vatanda-chu. Uni yo'qi bunda desam qachon jiqlar yes qilish mumkin, Uyg'urlarniki jiqsi. Bizningki ba'zan tutgan do'stligimiz, ba'zan tutgan yo'qi narsalarimiz vatanda qolgan bo'yicha qoldi. Chet elga menga topolmaysiz da u narsani. Shu vatanda bo'yicha qoldi u narsa. Shu narsa o'ylasam mening ko'nglimni shunday yo'qi azob qildi, ham undan siz men xush bilmadim. Men do'stlarim bilan mundam shu vaqtda o'ynaganim qoldi ekan. Shu vaqtda ashta tutgan og'aylarim qoldi ekan. Og'aylarimning chiroyi, ismi, hamma narsa shunda esimda qoldi ekan. Shular bilan bo'lgan narsa endi meningki hozirgi bo'lgan kimligimninki buni shakllantirishning bir muhim bir qismi edi, uchu. Agar Gollandiyaga kelib u yo'qolib ketdi endi. Sirq chiqsaq ham bizga o'xshash til so'zlaydiganlar yo'q. Uyg'urlar bilan paralashaysiz, Gollandiyada qancha qatam ko'rishimiz biz. Qachon shu bir qatam yermanchilik qilgan chog'da ko'rishimiz, to'y olgan chog'da ko'rishimiz, ayki tasodifiy uchrashib qolsak ko'rishimiz, namoyishda ko'rishimiz. Tugadi, boshqa narsa yo'q. Vatanda chiqsaq ham Uyg'urlar paralashdik, og'ayni balla bordi,
to'xtamay Uyg'uriston nima qildik, bu yerda o'xshamaydi. Shu narsa qurbon bo'lib ketdi bir qismi. Agar biz to'xtamay bu yerda nima qilgan sari o'zimizningki mush yerdagilar bilan aralashgandan yoqi, chunki biz chuqur yerliklar bilan aralashishimiz kerak, aralashib paranglashishimiz kerak bo'lgandan keyin bularmi biz singgan sari biz Uyg'urlarmi o'zimizningki bir qismini unutib ketamiz yo qurbon qilamiz. Bir qismimiz ashi turayotgan, yashayotgan yerimizdagi xarakterga o'zgarib ketdi bu narsa. Bu muqarrar narsa. Endi shu mush narsa endi Gollandiya bizningki yana gapningki nimasiga kelsak, bizning vatanimiz yo'q-ku, makonimiz yo'q. Biz yoqi bir yerdan bundoq yiqilib tushsak, bizni bundoq tutib oldigan, orqamizdan tutib oldigan, dumimizdan bundoq tushib ketmasin deb tutib oldigan vatanimiz yo'q bizningki. Shu biz uchun hammadan bir azoblantiradigan narsa. Türklarninki, Maroklarninki har qanday ish bo'lsin, bular har vaqt yozliq vakansiyalarda yo mashinliq, yo vataniga qaytib nima qila oladi. Vatanim qaytib keldi, vatanim berib manda qilib keldi, ana qilib keldi deydi, men ichim qiziydi. Lekin yana bir vaqt o'ylayman. Bizga mashta bir kun kelib qoladi deb-chu. Lekin mecho'g'lim bizning Uyg'urlar vatanimiz yo'q bo'lganligimiz uchun, makonimiz yo'q bo'lganligimiz uchun amal yo'q bir qismimizni qurbon qilib etdik. Lekin shundoq bir qisqa vaqtlarda bizni asıltib qo'ysa, shu vaqtlar shundoq ko'ngil uchoq qalliq bilan davet ekan shu. Ayni vaqtda muxbir bilan paranglashgan chaqda shu do'stlarimningki, uydagilarning ishlarini mushta holatda degan. Lekin ketgandan keyin yana qallimizning bir qismida qoldi. Lekin shu chaqda shunda xo'shallik bilan degandim bu narsa. Rahmat, nəhayət yaxşı ifadəlab berdiniz. Yəni yana bir nima endi biz hozir endi bu sirtda yashayotimiz vatan bilan butun aloqamiz uzilib ketdi. Bu bir xil ruhiy siqilish bor hammamizda. Uningga qo'shilib endi diasporada bu yerda yashash jarayonida bu o'zim yashayotgan davlatlarda bir xil kamsitiladigan bunu deb o'tganida bir narsa birlashib ketganda odam ruhiy jihatdan to'sqinlikka uchraydi deb endi bu narsa tabiiy. Psixik jihatdan ham siz shu maqolangizda doktorga bu shaxsning psixik nimaga paranglashayotganligingizni xatolashmasa shu narsa bor-ku, ha? Albatta. Endi biz mushalqi psixik davolash, psixik ko'rinish bu narsa biz Uyg'urlar faqat salbiy qaraymiz-ku bu narsaga. Bu biz Uyg'urligimi masalan men buni o'qimaydim. Mishali kelgandan keyin nurg'un materialni ko'rdim. Doktor, psixik doktorlar paranglish jarayonini nurg'un narsani his qildim. Bu odam xuddi bir zukam qilib qolsa, oila doktorlarga kurashib, shunday bir maslahat olganga o'xshash. Aslida shu psixik masalalardami to'sqinliklarga uchragan vaqtimizda odamning shu ruhimiz ifodalab bermaydigan bir xil bizarlik bo'lgan vaqtda bir psixik doktorlarga kurashib, psixik davolash yani psixik maslahat olgan vaqtda ichimizga shu nima qilib qolgan narsalarni yeshitdi ekanda bu narsalarni. Albatta. Bu lekin nurg'un Uyg'urlar tushunmaydi, bilmaydi, o'zidagi ruh dunyosi psixik nimalar ishlar, nimalar yuz berayotganligini bilmaydi bu narsalarni. Ana mush nuqtada nima qilgan vaqtingizda siz bu maqolangizni nihoyat yaxshi obdan o'tirib qo'yapsiz. Endi shundaq vatandagilar aloqalashamiz, u yerda bir ichki ruh dunyosiga bir xil siqilish, bir xil iztirob chekish, diasporada shunday yaxshi o'qidingiz, shunday yaxshi o'g'irlar ishladingiz, bu yerda kamsitiladigan charqa qilgan mushundaq bu ikki narsa bir kelib qolgan vaqtda odam ro'yxatdagi qanday to'sqinliklarga uchrashi mumkin. Siz buni qanday hal qildingiz? Men Uyg'ur bo'lish suhbatim bilan ashta qaraydim psixik narsalarga. Lekin o'zim dush kelgan chog'da o'xshamagan narsalarni o'qib, o'xshamagan to'sqinliklarga uchrab, o'zim javob topolmagan to'sqinliklarga uchragan chog'da amal yo'q, men boshda kitob o'qishni boshladim. Shu psixik to'g'ri kitoblarni o'qiyvergandan keyin meniki mush oliy maktabda shu bitirish maqolani yozgan chog'da meniki professorim menga nima degan desangiz, boshda tadqiqot qilgan chog'da hamma narsa o'qiysa deydi. O'qiyvergandan keyin sen o'xshash narsani o'qiyversa qayta-qaytadan deydi. Shu vaqtdan boshlab yozishing kerak deydi maqolani. Chunki sen o'qigan narsani emas o'qib bo'lding deydi. Shunga ayni vaqtda men shu o'zimning problemimga uchragan chog'dami o'qishmagan kitoblarni o'qish boshlagan. O'qib eng oxirgi kelgan chog'da men shu psixolog jihatlarda men 200 yevrolik kitob avatdimmiki. Bekchiq kitobim bor psixolog to'g'risida. Balki hamma narsa o'qib chiqsam eng oxirida yana o'xshash narsa keldi ekan, ha? O'xshash narsa kelgan. O'xshash ba'zan narsalar kelgan ekan. Ash to'g'riliq o'qiydi ekansiz.
Shu vaqtda men shu doktor bilan paranglashib, mushtaq ahvol bor. Meniki bunda o'lishim bor, bunda desam, anki to'xtamay izlanish orqida nim qildim. Bu jihatlarda doktor jihat menga jiq yordam qildi. Bu mush boshlashdan oyoqlangacha u qisqa vaqt o'tmadi. 6-7 yil vaqt o'tib ketdi menikida. Birdan to'xtab nim qilib degan chog'da. Lekin eng oxirida menga shunda jiq foydasi keldi. Men bakchiq narsa his qildim bundan keyin. Siz bizning Uyg'urlar biz o'zimizningki travmaga uchragan bir millat ekanligimizni e'tirof qilishimiz kerak. Agar o'zimiz uchirmasaqmi, o'zimizning ota-onasi uchirgandan keyin, ota-onasidan keyin qolgan narsa shu avloddan orqaga irsiyat mangdi ekanda. Bizningki ig'ir narsa nima bo'lsin? Bizningki butun millatimiz shu nimga uchirgan endi besimga uchirgan. Yani tajovuzga uchirgan millat biz. Biz tajovuzga uchirgan millat biz burun uchirgan emas, hozirgi uchrab kelyapmiz. Shunga ashninki oqibatini ham bizningki psixikimizga bo'lgan ta'sirini biz oldimizga 3-4 davr bo'yicha yana ko'rishimiz. U muqarrar ahvol, bu psixologda normal ahvol ekan u narsa. Lekin qarshi bir narsa chiqarish mumkin. Men to'g'rida shunda bir qiziqarli bir kichik qisqa film ko'rgandim. Bir stakanning ichiga qop-qora suvni to'kadi ekan. Anki u stakandan ikkinchi stakanga suvni to'kadi ekan, yani qor bo'ldi ekan. Anki uchinchi stakanga keyin azroq qor bo'ldi ekan, kulrang bo'ldi ekan. Anki uchinchi stakanga kelgan chog'da turbidan suv tushirdi ekan, anki tushirib qor narsa yo'qolib ketib, oppoq suv bo'lib qoldi ekan. U nima ta'sir etgansiz? Shu birinchi davrdan boshlab uchirgan tajovuzlik, sizga bo'lgan tajovuzchilik besim, shu qop-qor narsa bo'lib Çuranmadan shu narsani balangizga o'tkazib bergansiz-da. Uni bilsangiz, balangiz uchirmasimi? Balangiz tajovuzga uchirmasimi? Shu narsa siz duch kelgan bo'lganingiz uchun, siz nim qilgan bo'lganingiz uchun, siz ko'rganligingiz uchun shu narsa travma shu balangizga yo'tkilib mangdi ekan. Agar u balangiz yo'tkalganki, u balangizga yo'tkalgan narsa u navringizga yo'tkilib mangdi ekan. U navringizga yo'tkilib bo'lgandan keyin u navringizdan chavriga yo'tkilib mangdi. Yo'tkilib ekan. Hamda bir avlodda uni to'xtatishingiz kerak. U to'xtatish shu yoqqa turbidan suv tushirib, qor narsani yo'qotib, oppoq suv bilan oppoq narsani keyingi davrga oq holatda o'tkazib berishchi. Endi meniki shu o'ylagan narsam shu albatta men o'zim ota-onamdek, bo'lmasa meniki ota-onamning ota-onasidek, cho'nglarnikidek undaq tajovuzga uchirmasammi? Lekin shulardan kelgan narsalar bor. Shular tajovuzga uchirgan hissiyot, shu tajovuzga uchirgan ko'ngildagi narsalar menga o'tkazilgan. U psixikada normal ahvol ekan. Generational trauma deydi ekan uni. Generational trauma deb qo'llanchi. Shu kelgandan keyin shu menga keldi ekan, u muqarrar ekan u narsa. Çünkü ba'zan vaqtda o'zimizniki qiliqlari, o'zimizniki narsalari shu ko'rgan shu his qilgan ota-onamiz his qilgan narsani asos qilib turib, biz o'zimizniki shaxsiy hayotini unda shakllaydi ekanmiz. Ayki shunda bo'lganligi uchun ba'zan vaqtida odamlarga manda muomala qilib ekanmiz, ham Uyg'urlarniki hozirgi ahvolda bunda bo'lishimiz normal ahvol. Bizningki psixik jihatlarda problem chiqishi normal ahvol. Chunki biz eng asosli bir huquq ota-onamiz bilan paranglashish, do'stlarimiz bilan paranglashish degan huquqimizni dafsanda qilingan bizda. Biz hech kim bilan paranglasha olmaymiz. Oilalar bilan 8-10 yil bo'lib ketdi, paranglasha olmaymiz. Ular bilan paranglasha olmaymiz. U bir hayotingizning burun bir qismi bo'lib, hozir kesilib ketgan, qurbon bo'lib ketgan bir qismi bo'lgandan keyin hayotingizningki kimlik bo'lgan bir qismi cho'ng bir qismi kesilib ketganiga bo'lgandan keyin shunga albatta u o'zingizningki kimligingiz, psixikingiz, o'zingizningki mana mukammal bir narsaningki bir qismini kesib ham avasangiz, yoki cho'ng bir qismini kesib avasangiz normal bo'lmaysiz. Qaytib kelgan chog'da normal bo'lsiz. Lekin bizning ahvolda u qaytib kelmaydi. Bizning qilgan narsamiz shu qilib qolgan narsa bilan normal yashab ketishverish. Uningdan tasish yo'q biz dunyoda. Ashta his qilib qoldim men shu psixologning qilgan chog'da. Ashundaq narsa bilan ashta jiq azob quchirgandan yoqi ashtaq azobda yashab turibmi yoki bu yerda o'zimizningki nimsini o'zimizningki hayotni davomlashtirishimiz kerak. Psixolog berib
ko'rinishimiz kerak, problem deyishimiz kerak. Endi psixologga berib, siz o'xshab qolmaydi. Yoki dorisingiz atlam qizitsangiz yotmagan emas. Sizga yoki o'xshash problem uchragan chaqda ash problemlar qandoq muomala qilsa, qandoq taqobil tursa deyishga sizga qo'ral berdi. U qoralni qandoq ishlatasiz, u qoralni qandoq holatda ishlatasiz, qaysi vaqtda ishlatasiz, u yana o'zingizga, eng oxirida yana o'zingiz qoldi ekan. Doktor sizga ash jihatlarda ozroq yordam qildi sizga. Unda aqlingizdan kelib, ayni vaqt kelgan chaqda mana ishlatishim kerak ekan, unutib qolma deydi ekansiz. Ishlatishni boshlaydi ekansiz. Andan keyin o'sha hozirgi vaqtingizda, ko'nglingizningki bunda bir qismninki bir qismi qurbon bo'lib ketgandan keyin qolgan qismi bilan qandoq yashashni o'rgandi ekansiz. Shu yerdan shundoq qilib menga jiq foyda keldi shu yerdan. Rahmat. Bu psixolog ishida men buni faqat bilmaydim. Men bir necha yilning oldida shu psixologga ko'rasiz qanday bo'ladi deb ba'zilarida maslahat ba'zi kitob o'qib baqdim-da. O'qib baqib bu psixologga men go'lanlikda bak aktiv qarayki, azroq bir ro'y dunyosi bir nima bo'lib qolsa darhol bor ekanda bular. Uniki men bordigan bo'ldim psixologga. Endi parangiz jarayonida nurg'un qallamda hal qilinmagan, ishlarimiz bir xil titildab bir xil bo'lib qolganimizga g'oy vaqtlarda nima qilishni bilmaymiz-da o'zimiz. Shu mezgilga bizning nima qanday tafakkur qilyapmiz, harakatlarimiz nima ifodalanib chiqyapti. Buni faqat savol qo'yish orqali buni hal qilsak, hal qilinmaydi. Mana mushtaq masalalarni ya psixik kitoblarni o'qish ya bo'lmasa psixik doktorlarga berish orqali mana bu narsani hal qildik ekan. Mushtaq nurg'un choralarni men mushtadan o'rgandim bu narsani-da. Buni o'ngli qarayver. Bu nimga o'xshaydi ekan? Adam masalan qavziyat qilib ichganmay bir xil yaram so'qib qolib tuyuqsizlarkim, ish ravolishib qolib qolsa, yengillab qolganga o'xshash. Bu psixologiyada bu odamning shu ro'y dunyosida bir xil odamni beyaramsiz qilayotgan, ish titildayotgan, nima qilishni bilolmay jillab ketayotgan narsalarni yaxshi shaklda hal qilib berdi ekanda buningga. Boshqa ilek jo'g'anda siz shuni qilibsiz, mana o'xshash yerga chiqyapmiz-da. Diaspora Uyg'urlar bu narsalarga qattiq angliq qaraylar. Hargizmi bizning kon ibtidoiga mana psixik masala bor ekan, mandaq ekan, u bu deganda boshqalarni qilmay o'zimizning ro'y dunyosida nima ishlar bo'layotdi. Mush asosda kitoblarni o'qib boqaylik bo'lsa, o'zimiz turayotgan davlatdan psixologiyasiga qarab paranglish orqali qilsak o'zimizni yengillab qolamiz, nurg'un narsalarimizni qulaylashtirishga bir aptik bir usul ekanda bu. Albatta, ya'ni keyingi bizningki hozir o'zimizga hammadan muhim, aniki uningdan sirt keyin vatanimiz bo'lsa, biz vatanimiz qaytgan chaqda biz yana ash narsalarni qandoq hal qilish degan narsalarda biz cho'ng rol o'ynay olamiz, anki yordam qila olamiz, anki keyingi davr, keyingi avlodlarga ash jihatlarda tajribalaymiz, qanday taqobil qilishimiz, o'zimizning millatninki mush to'g'risida tushunchimizmi, nima qilishimiz bir millatning bir tarixning bir qismi bo'lib mangdichu. Bu jihatlardan cho'qim sal qarmaslik kerak bu psixik jihatlardan problem bo'lish. Endi yana bir savol hamda Ahmadjon. Gollandiyadagi va Yevropaning boshqa davlatlarida jubildan bizdek vatandan ayrilib dunyoning har qaysi joylarida diasporada yashayotgan o'zini o'xshash ya'ni hammamiz siz yana bir tipik bo'lib qoldingiz-da buni maqolangizni muqam bo'lgandan keyin bu narsani. Bu suhbat mushtaroqda o'ziga o'xshash yolg'iz va sirtlik odam deb his qilayotgan yosh Uyg'urlarga nima deysiz? Qanday yurak so'zingiz bor? Bu ham bir narsa tuyg'ular. Yosh Uyg'urlar bilan biz bir-birimiz bilan jiqroq paranglashishimiz kerak. Ham yosh Uyg'urlar degan chog'da ba'zanlari chet bo'lib cho'ng'igan, ba'zanlar vatan tug'ilib mayat qaytib kelgan, ba'zanlari vatanni ko'rib boqmagan, O'rta Osiyo tug'ilganlar bor. Yoshlar bo'libmi Yevropada bizningki bundoq shu psixologiya jihatlardan paranglashish mushtaq ahvolimiz bo'lganligi uchun mush to'g'risida paranglashishimiz kerak, chunki bizningki ahvolimiz masalan O'rta Osiyo bilan yoki boshqa Yevropa emas, Amerika emas, boshqa davlatlarga o'xshamaydi. Ba'zan davlatlarda bizning Yevropada bizningki bexatarligimiz shundoq mukammallik bo'lganligi uchun biz o'zimiz shundoq aramxo'da o'zimizningki shaxsiy psixologiyasini doktorlar paranglasha oladigan ahvolimizni deyalaydigan holatda biz. Lekin ba'zan davlatlarda u narsa u daraja kaplamagan, chunki ba'zan vaqtda u yerda
kishilarninki o'ylaydigan birinchi narsasi pul tepish, jon beqish, ash narsa muhim bo'lganligi uchun shunga yilqi nima qilib shu narsadan yilqi deymiz shu vatandan nima qilgandan keyin shu vatandan chiqqanlar anki vatandan sirt uyg'urlarninki yilqi yoshlarninki biz shu chet elda turib yashayotgandan keyin bizningki ashta qiladigan imkoniyatimiz bor Yevropada shu psixologiya to'g'risida paralashayotgan nimamiz bor ammo u o'xshash suhbatni O'rta Osiyoda yoki Turkiyada degan yoshlarni ba'zi vaqt deyamasligimiz mumkin chunki ularniki yashayotgan narsa boshqa bir xil bo'lgandan keyin deyamasligimiz mumkin lekin eng oxirgi kelgan chog'da lekin Uyg'ur yoshlar bilan yana yilqi Uyg'ur yoshlar bir-birimiz bilan paranglashishimiz kerak, jiqroq aloqa qilishimiz kerak. Andan keyin cho'nglarmi bizningki Uyg'ur yoshlarninki bir-birimizga mana aloqa qiladigan imkoniyatni yaratib berish kerak. Uni o'zimiz bitirishimiz. Ammo cho'nglardanmi bizga mushtaq Uyg'urlar bilan keladigan ahvollarni yaratib berishga biz umid qilamiz. Rahmat Ahmedjon, bugungi suhbat nihoyatda yaxshi bir suhbat bo'ldi. Sizning Uyg'urchingizmi haqiqatan ravonga biz bu da'vatgan bu gaplar nurg'un narsa odamlar ichkidan his tuyg'ularni ifodalab turadigan narsalar bu narsalar. Rahmat. Bu nihoyat yaxshi obdan ifodalab berdingiz. Sizning Uyg'urcha ravon so'zingiz bir xil masligim keldi. Rahmat. Gap bu texnik ko'p Uyg'urlar bilan Yevropada yashagan Uyg'urlar so'zlagan bo'lgan bo'lsa, nurg'un narsalarni o'rtoqlashib, texnik ko'p Uyg'urlar bilan paranglashgan bo'lgan bo'lsa, har odamning ichki dunyosi bir dunyoda hamda. Qanday o'rtoqchiligimiz bo'ladi tushunish kerak. Afsus, endi unda imkon bo'lmaydigan o'xshaydi, lekin buni kim qilib bu bir yangi bir program bo'lib qoldi. Yana program qilamiz. Eng oxirgi bir savolni so'raysiz. Hozir endi shu Uyg'ur oshxonalari to'g'risida, masalan, to'rlarda yozilyapmiz, ko'ryapmiz ahvollarda. Endi bu erkin davlat turib Uyg'ur oshxonalariga Xitoycha alohida viskini yozib qo'ydigan Uyg'ur taomlariga Xitoycha ismlar bo'yicha ataydigan, hatto Xitoylar kelsa xushomad qilib, ba'zilar og'ziga tomoq solib qo'yayotgan videoni ko'rdik. Ba'zilarning shu Xitoy boshqacha muomalalarni qilib, kelgan gap Xitoycha gap qilib, shunda bir haddidan ziyoda bir yaqinchilik his qilayotgan videoni ko'ryapmiz. Mushunga siz qanday qaraysiz? Bugungi tema ammo Uyg'urlar kelsa, bu oshxonaningki xo'jayinlardan bunda qizg'inlikni ko'rmaylik. Lekin endi Xitoylar kelganda ajoyib bir xil narsalarda hamda yezdigan inkoslarda diqqat qilayotgansiz. Mushunlar siz bir endi diasporada yashayotgan Uyg'urlar o'zingizni kelimalarni so'zdingiz, mushunga qanday qaraysiz? Bu bugungi paranglashayotgan temamizdan sal chiqib qolibdi bu tema, lekin shunday bo'lsa javob beray. Bu Uyg'urlarningki albatta oshxona ichib, uningki nima qilsa biz Uyg'urlarningki biz ko'nglimiz bir xil bo'lganligi u aniq. Lekin har vaqt ular bilan har vaqt aloqani uzmaslik ostida paranglashish orqali o'zimizningki his qilganimizni o'tirib paranglashishimiz kerak normal holatda, menimcha, o'zimiz azob qilgan chog'da. Lekin eng oxirida biz bir kishiningki shaxsiy erkinligiga biz nima qilolmaymiz. Uyg'ur millati bo'lishimiz bilan bir-birimiz bilan paranglashishimiz kerak. Azoblik kelgan bo'libmi hozirgi nima kelayotgan chog'da. Ayni vaqtda Ikkinchi dunyo urushida masalan kelib Yahudi oshxonalarda germanchalar ishlatsa, qachon ba'zanlarniki ochiq gap qolgan ahvol bo'lishi mumkin. Lekin bizningki Uyg'urlarningki biz mushtaq ahvollar uchrayotganki bizning ko'rgan narsamiz bizningki yasha da'vo qilayotgan odamlarning dunyosi boshqalarning dunyosi o'xshamaydi emasmi? O'xshamasligi bo'lishi mumkin. Shunga ular bilan nima qilgan chog'da faqat biz tarafdan ham o'ylamay, aladin tarafdanki ularning ko'z qarashini biz anglab boqaylik. Nima ish bunday qilsa, nima qilsa bizningki aykin bir-birimiz bilan paranglashgandan keyin bakrak tushuncha paydo bo'ldi. Aykin bir-birimizninki ko'z qarashini nima qilamiz? Ko'z qarash bo'lib bo'lgandan keyin u ko'z qarashini siz hurmat qilishingiz kerak. Degan qo'shilamsiz, qo'shilmamsiz u o'zingizning ishi. Lekin har vaqt bunday kelgan chog'da men
mayli Uyg'ur oshxonasi bo'lsin, savdogarlar bo'lsin, kim bo'lsin bir paranglashishimiz kerak, o'tirib yoki mush to'g'risida so'zlashimiz kerak, normal holatda his qilganimizni deyishimiz kerak. Lekin uningdan boshqa yoki paranglashish hammadan muhim. Paranglashishdan keyin o'tirib so'zlashib o'zimizning ko'z qarashini, o'zimizning shaxsiy ko'z qarashini deyishimiz kerak. Mushta Uyg'urlarningki mushta ko'ngil azob bo'lib desa, ala bir nima deydi. Agar birimiz gap paranglash ostida bir kilalaymiz deb o'ylayman. U endi meniki bak gollan chiqarishim bo'lib ketdimi, lekin meniki shaxsiy ko'z qarashim bu yerga kelgan chog'da har vaqt paranglashishimiz kerak. Paranglashib baktım, jiqlari ba'zilari endi faqat Xitoy tamoq sotib deyolmaymiz, Xitoy kirdi umri bo'lgandan keyin hech qanday chiqib ketmaydi. Uning yaxshi endi o'xshash boshqa qariyalarga muomala qilish kerak. Ba'zanlar endi oshxonalarda hozir faqat Xitoycha xat yozmaydigan, Xitoycha paranglashma Xitoy qilib qolsa, yerlik tilda suhbat qilgan, manda shaklda biz tijoratni davomlashtiramiz deydigan Uyg'urlar bor ekan. Buni ko'rdim, ularni ziyorat qilib keldim. Ba'zanlar ham asosligi shu asos xaridorimiz Xitoy. Xitoydan kirmasa oshxonamiz kiradigan boshqa Uyg'urlardan zalik qiladigan tayinlikda hamda. Yerliklar oz kiradigan asos nimasi Xitoy turib qolib qolsa, biz Xitoycha yozmay, Xitoycha qilmay, tashib qilmay, qanday qila olamiz, qanday qilamiz degan mushtlaq zatimizga hozir ikki boshqalarni boshqalar qilamiz. Ya'ni bu yerdagi Uyg'ur marka, Uyg'ur taomlari o'rtaq bir millatniki, ma'naviy qimmatlari, ma'naviy meroslari, bu o'zimizniki ma'naviy qimmatlar, ma'naviy meroslari orqali Uyg'ur millatini tunishga yaxshi ish. Oshxona nimasiki nima? Men buni qarshi emas. Lekin millatniki qadriyatlarini qadrlashimiz kerak-da bu narsalar. Yani mush nuqtadan sizniki tushunchangiz qanday? Albatta bu yilqi bu narsa bir murakkab narsadan bir yoqdan yilqi albatta Uyg'urlarningki nimasi muhim, Uyg'urlarningki kimligi, Uyg'urning taomlari, Uyg'urcha yozish u muhim. Undan sirt oshxonlardan yilqi ba'zi vaqtida shu yilqi boshqa millatdan kelganlar bo'lsa, osh millatning tilini yozib nim qilish. Nima endi bu yerda Xitoycha yozgandan keyin biz nim qilamiz, chunki bizning vatanimiz Xitoy besib olganligi uchun. Bu bir murakkab bir savolda. Men o'zim yolg'iz bu yerga kelib buningga bir yoqqa javob beramayman, yoki bir yoqqa bu ishni o'ngshaydigan bir amal topolmayman. Chunki bu har bir davlatningki ahvol o'xshamaydi, har bir yoqqa oshxonaningki ko'rinish o'xshamaydi, oshxonaningki xo'jayinlarining xo'jayinning ko'rish o'xshamaydi. Shunga bu yerda yoqqa Uyg'urlarning abay siz bilan paranglashgan yoki davlatning ichiga kirgan yoki singishish integrationingki o'xshash yoki unda qanday chekdan bo'lish kerak yoki o'lchami qanday bo'lish deganga o'xshash bu yerda yoki bir o'lchamni butun dunyoga yaratsak bo'lmaydi. Chunki har bir davlatlar bilan ayrim bo'lish kerak. Albatta bu yoqi shunday vaqt ketadigan ish, nim qiladigan ish. Lekin buningga shu ayrim har bir davlatdagi oshxonalar bilan har bir davlat nim qilayotgan Oshiyadagi oshxonalar bilan ayrim paranglash ostida bir-birlab tushunish, paranglashish orqali bakrak tushunib paydo qilishimiz kerak. Bu narsa shu millatning orasida bu murakkabroq ish bo'lganligi uchun buni darhollam atlam o'ngshalaymiz, o'ngshamaymiz. Buning shu vaqt ketadi, ajr ketadi. Ikki tarafningki bir-birini tushunish kerak. Rahmat Ahmedjon, hamsa bugungi suhbatimiz uzun so'zlab ketdi. Bir şey oxirlashtiraylik. Aziz do'stlar, bugun Ahmedjon bilan bo'lgan suhbatimiz orqali shuni yana bir qatim chuqur his qildikki, erkinlik faqat bir vizga yoki bir pasport erishish emas, balki insonning o'z kimligi, o'z g'ururi va o'z ovozi bilan bir jamiyatda barobar hurmatga erishishdir. Ahmedjonning dodillik bilan o'zini ifoda qilishi biz Uyg'urlarning diaspora duch kelayotgan psixik besimlarni yengishimiz uchun bir aynak bo'ldi. Biz minnatdorlik bo'lishini bilishimiz, ammo bu minnatdorlik bizning adolatsizlikka sukut qilishimizning badalik bo'lmasligi kerak. Biz yolg'iz emas. Bizning azobimiz o'rtaq. Shunga bir-birimizga tayanch bo'lishimiz, o'zimiz qabul qilishimiz kerak. Ahmedjon, bugungi samimiy suhbatingiz va ichki dunyoingizni bizga ochganingiz uchun ko'p rahmat aytaman. Sizning bu dodilligingiz nurg'un yoshlarimizga madad bo'ldi deb ishonaman. Ko'rgishlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi suhbatimiz oxirlashdi. Suhbatni texnik ko'proq qarindoshlarimizniki anglab bir foydalanish uchun taqib qo'yinglar. Unda kelarki sonda ko'rishaylik. Hammanglar Allohga omonat. Rahmat.